manipulyatsiyaning eng katta quroli tarix. Har qanaqa tarix borki, u kuchsiz bo'lsa ham kuchli millatni shakllantira oladi deydi. Nima bo'ladi millat ruhiyatini kuchsizlantirish kerak? Nima kuchsizlantiradi? Sotqin kuchsizlantiradi. Sotqinlik haqidagi hikoyalar kuchsizlantiradi va sharmandali tarixiy holatlar kuchsizlantiradi. Aytish kerak, mana shuncha odam o'ldi. Boshini olishdi. Hatto bolalarning bosh terisini shilib olishdi. Nimaga? Bizda 1929-43-yillarda dahshatli uzilish nuqtalari bo'lgan. Va bu nuqta tufayli bizda tariximizga yetib borishga qo'llar kesilgan. Biz tarixdagi eng katta firibgarlik. Yoshlar bilan gaplashib qo'yasiz, 4-sinf, 5-sinf milliy shuur shunaqa kuchliki, yosh bola qayerdan bunaqa deysiz? Men vohaman, men bu taraf vodiyman. Bu bilan yashagandan ko'ra men bittaman degan so'zni aytish uchun o'sha kerak edi. Puli yo'q, o'qishni xohlaydi, rostdan xohlaydi, yuragidan xohlaydi. Puli bor, hayotini buzishni xohlaydi. O'qituvchi darsga kirayotgan vaqtda shunday eshikdan kirganda o'tmishini unutib yuborib, eshikdan chiqishini ham unutib yubora olmasa, bu davom etaveradi. Bir kun umumiy tashlab ketmoqchi bo'lganman. Bir o'quvchini gap olib qolgan. Siz bizga ishonamiz deysiz degan. Biz endi kimga ishonaylik degan. Yuzingizga tarsak urganga o'xshaydi-da. Ota dod deyapti. Bola shunaqa bo'lgan. Dod deb o'zini aytib beryapti-da, qarasa o'zi dod deydigan ahvolda. Chunki sen meni bolam mana bunaqa edi, sen bunaqa deyapsan deydi. Aytsangiz xafa bo'ladi. Lekin aytmasangiz ertaga bola xafa bo'ladi. Onangizga sevishingizni ayting deydi. Ishoning, bu so'z shunaqa bo'lish kerakki, aytganingizda oyog'ingizni, tirnog'ingizni uchidan boshlanish kerak, qaltiroq. Tilingizda yetib kelganda tutilib qolish kerak. Men ketishim mumkindir balki, lekin xayolingizdagi bir g'oya va bir fikr kimningdir miyasida, odamlarda o'zgarish qilib yashayotgan bo'lsa, yaxshi tomonga, bu sizning mavjudligingizni belgilaydi. Yurakdan chiqqan narsa yurakka boradi. Qalbdan chiqqan qalbga boradi. O'ylama shimoldan do'st kelar deb. Kelsada beminnat, beg'araz bo'lmas. O'zini katta deb bilgan odamdan nasib qilariga nasiba qolmas. Osmondagi bolalar. Iman islom moliyasi asosida daromad oling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Javohir aka, osmondagi bolalarga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Loyihada sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Menga aynan sizni shu loyihaga taklif qilish bo'yicha juda ko'pchilik tavsiya qildi. Siz bilan birga ishlagan insonlar, men Aziz akadan ham alohida so'radim. Sizni o'sha iltimos qilib qolishganini aytishdi maktabda. Ya'ni bir inson sifatida albatta suhbatlashishingiz kerak, maqsadlari, rejalari, bir murabbiy sifatida ko'raman u insonni deyishdi. Shuning uchun siz bilan tanishish maqsadida avvalo aytib o'tishim kerak, ko'rsatuvda tomosha qilayotgan insonlarga ham. Odatda ba'zida men o'zim tanigan, yaqin bo'lgan insonlarimni chaqiraman. Bugun siz bilan kamera qarshisida birinchi marta ko'rishyapmiz. Umuman hayotda ham birinchi bor ko'rishyapmiz va o'zim uchun ham haqiqatdan o'zingiz haqingizda eshitishingiz juda qiziqarli bo'lardi. Avvalo bizda loyihada odat bor, insonlar o'zlarini tanishtirishadi. Javohir aka, ya'ni o'zingizni tanishtirsangiz, hayot yo'lingiz va bugungi shu yoshgacha bo'lgan jarayonlarni bemalol batafsil gapirib bersangiz bo'ladi. Va men bu jarayonda faqat tinglovchi bo'laman bosh qismida. Ismim Javohir. Navoiy viloyati Navbahor tumanida tug'ilganman. Javohir Quvvatov, 32 yosh. Navoiy viloyati Navbahor tumanida tavallud topgan. O'rta ta'limni Navoiy viloyati Navbahor tumani 12-maktab va Navoiy shahar 8-maktabda tamomlagan. Keyinchalik Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida bakalavr va magistratura bosqichlarini tamomlagan. Javohir Quvvatov hozirda Rahimov School xususiy maktabi Ibn Sino filiali direktori sifatida faoliyat olib boradi. Oddiy qishloqda o'sib katta bo'lganmiz. Oilamizda 4 ta aka-ukamiz, faqat o'g'il bolamiz. Nechanchi yil tug'ilgansiz? 94-yil tug'ilganman. Teng ekanmiz-da. Bolaligim farqli tomoni yo'q, lekin butun boshli xotiralar bilan siylashgan meni. Bobom bilan buvim tug'ilda katta bo'lganman. Biz tarafda momo deydilar. Men olgan badiiy olam haqidagi, hayotning go'zalligi haqidagi hamma narsa momom bilan bog'liq xotirasi. Chunki xalq ertaklarini juda ko'p o'qib berganlar va men 3 yoshimga Allohga shukr xotiramni eslay olaman va aytgan hikoyalari qolib ketgan juda ko'pi. O'shalar meni shakllantirgan, atrofga bo'lgan reaksiyamda ta'sirchan odamman. Ta'sirchanligim shuni hisobiga paydo bo'lgan bo'lsa kerak deyman. Ham bir vaqt o'zida qat'iyatliman, chunki bobom bizda juda qat'iyatli va bir narsani boshlashni xohlasak oxirigacha olib borishni xohlashgan. Oilam haqida odatda shundan yog'iga o'tmayman ko'pincha. Nimaga desa, qolgani vaziyatning xotirasida odamlarga yetkazilsa manfaatli bo'ladi deyman. Agar ortig'i bo'lsa insonga ba'zan kerakli, ba'zan keraksiz bo'ladi deydi. Yoshligimda har xil fanga qiziqib ko'rganman, hamma fanga. Dadam hozirgacha qo'llaridan kitob tushmaydi. Men hayotimdagi o'zim uchun kichik missiya dadamdan ko'proq kitob o'qish deyman. Xudo balki nasib qilar.
Va kitobga mehr shundan paydo bo'lgan. Ko'p kitob o'qiganmiz. Dadamga qiziqishlari tufayli hayot yo'limni boshlanishda texnika yo'nalishida o'qidim. Hatto kimyodan maktab vaqtida olimpiadaga qatnashib yurganman. Keyinchalik tarixchi bo'lib ketganman. Tarixga qiziqishim har xil jarayon bilan bog'liq. Bobomni otalari quloq bo'lib ketganlar. Endi bilasiz, ana bu sovet bosqini davrida bir qatlam ziyolilarni quloqlashtirish davri bo'ladi. Ya'ni kulak deydi ruslar. O'sha qirg'inda meni bobomning otasini ham quloqlashtirishgan, qirg'in qilishgan va surgun qilishgan. Miyonqul tarafga hozirgi. Bobom bilan katta bo'lganimda ko'p gapirishgan. Shu gapirganda bobom ko'p aytardi, meni otamni urug'ini to'liq topishing kerak deb. Bu menga qiziqish bo'lgan. Tarixni boshlanish nuqtasidagi qiziqish shundan kelgan. Va rostdan ham topsa bo'ladimi degan fikr shakllangan. Qiziqqanman, shunga qarab o'qish boshlanib ketgan. Keyin ko'p hikoya qilib bergan, qayerdan kelib chiqqanmiz, urug'larimiz qayerdan kelgan, otalarning otalari kimligi haqida gapirib berganlar. Tarixi qanday bo'lganligi haqida gapirganlar va qanaqa qilib bu holatga kelib qolganliklarini aytib bergan. Bu mehr boshlanishi bo'lgan. Keyinchalik tarixdan ustozimiz shu olimpiadaga qatnashtirdilar, undan ham o'rin oldik. Shu bilan tarixga burilib ketib qolganman keyin. Hayot yo'lim shu tarix bilan boshlanib ketgan. Sharqshunoslikda o'qiganman keyin. Hozir shu joyda tarix bo'yicha aytganingizga esimga tushib qoldi. Men ukam ham tarixga juda qiziqadi. O'zi tarix bo'yicha havaskor, lekin siz bilan bahslashib ko'radi. Bu zo'r. Tarixda hammasida shu muammo bor. O'zicha bilgan joyidan savol-javob qilib o'tiraveradi. Endi havaskor dedim, lekin o'zi ancha yaxshi ilmi. Tarixda har doim o'rganib yuradi. O'zimizni ajdodlarimizni ham biz surishtirganmiz. Masalan, o'zim, ya'ni tarix deganida bizni avlod, ota tarafim ham, ona tarafim ham, men Farg'ona viloyatining Quva tumanidanman. Bizda o'zi alohida Qashqar degan qishloq ham bor. Meni ota tarafim ham, ona tarafim ham 19-asrda, o'sha 1860-yillarga to'g'ri keladi, Alloh alam. Ocharchilik davri bo'lgan bir Qashqarda. O'sha payt 5-chi bizni ajdodlarimiz shu yoqdan kelgan ekan. Men u yog'iga keyin bog'lana olmadim. Ana shu bizda nuqta. Ya'ni katta ehtimol Uyg'uristondan kelgan degan nimamiz bor. Ikkita variant o'zi, Uyg'uristondan tushganlari bor, keyin Dasht Qipchoq yuqori qismidan tushgani bor. Hozir ikki taraf ham o'sha biz bilgan odamlarimiz hammasi, ota taraf ham, ona taraf ham shu yoqdan kelgan bo'lib chiqdi. Zo'r. Tarixning go'zalligi shunday, aytgan joyingiz bo'ldi-ku, bahslashni yaxshi ko'radi. Tarix shunaqa narsada, fan o'laroq kirganda yondashuv beradi-ku. Shu yondashuvni o'zingizga yuqtirib olganingizdan keyin odatda birinchi keladiganligi munozara bo'ladi. Ya'ni chunki tarixda har doim qilinmagan ishlar qolib ketgan, aytilmagan gaplar qolib ketgan yoki aytilgan-u shuni nima deydi, inkosi xato bo'lib chiqqan vaziyatlarni ko'rgansiz-ku, har doim javobingiz bo'ladi. O'yindan keyin futbol o'ynasa, tomoshabin har doim muhokamaga mavzusi bo'ladi-yu, bunaqa qilganda yutsa bo'lardi. Tarix ham xuddi shunga o'xshaydi-da. Temur Loy jangida kirgan vaqtida so'ldan emas, balki o'ngdan kirganida yutardi deb aytishga imkon har doim bo'ladi, lekin qaytish imkoni bo'lmaydi. Shuning uchun tarixchilar odatda munozarani yaxshi ko'radi, lekin bu boshlanish davrida. Bizda ustozimiz bor, Jasur aka, institutda dars berganlar bizga. Shu kishini zo'r tajoyib gapi bor-da. Ilm olayotgan vaqtdagi eng boshlanish nuqtada xohlasa, xohlamasa odamda menda u fakt bor degan his shakllanadi, ego shakllanadi, men bilaman degan. Mana shu men bilaman degan ego qachon o'tib ketadi desa, o'sha narsani haqiqatan ham bilishini anglaganda deydi, hali u boshlanishi ekan deydi. Shu haqiqatan ham ishlaydi. Dadam ko'p aytganida joyi bor. Xudo rahmatli bobom ham ta'kidlardi. Olgan narsang seniki, to o'shani kimgadir berguningcha deydi. Agar bermasang u seniki bo'lmaydi deydi. Tarixda ham xuddi shunga o'xshagan narsadir. U ma'lumotni olganimizdan keyin u bizniki bo'ladi, faqatgina fakti. Lekin to'laqonli qachon bizniki bo'ladi desa, birovga bersak deydi. Men o'rgangan tarixim bir bo'lgan, dars o'tishni boshlaganimdagi boshqa bo'lgan. Dars berishni boshlaganimdan keyin haqiqiysi kelgan. Shuning uchun Xudo xolasa ukangizam birinchi dars o'tishni boshlabdilar, zo'r bo'ladi nasib bo'lsa. Xudo xolasa. Demak, maktab tugatdingiz. Institutga o'tganman, Sharqshunoslik universitetini tugatganman. Sharq sivilizatsiyasi va tarixi fakultetida. Sharq mamlakatlarini falsafasini o'rganganmiz, madaniyatini, qadriyatini o'rganganmiz. Ularning kelib chiqishini, sivilizatsiyaga nima yetaklaganini o'rganganmiz. Va bu yangi davrda ochib bergan menga. Yaxshi ustozlarimiz bor yerda. Uzoq umrlari uzoq bo'lsin. Muhammadjon domla, Jasur aka bizga ko'p narsa bergan. Va bir vaqtning o'zida o'sha yerda ish boshlangan, katta hayotga vohliroq qadam qo'yishga to'g'ri kelgan va ishlab o'qiganmiz. Kam bo'lmadik. O'qiganimizda
ko'ra ishlaganimizda Xudo ko'proq narsa berdi. Bitta ustozimizni doim gapi bor, dars muqaddas deydi. Shu so'zni zamiriga tushunmaganman, lekin shuni tushungan nuqtamga yetib borganda bildimki, dars o'tishni boshlaganingizda Xudoni o'zi sizni ko'nglingizga solar ekan. Misolda qanaqa yetkazib borishni bilmaysiz, lekin aniq bilasiz shuni yetkazish kerakligini. Qaysi so'z yetib boradi, qaysi so'z yuragiga tegadi ham bilmayman. Lekin dars o'tishni boshlaganda kelar ekan. Faqat unga haqiqatan ham muqaddas deb qarasangiz. Shu ustozlarimiz umri uzoq bo'lsin, shu bilan keyin faoliyatim boshlangan. Birinchi davlat sektorida yo'nalishda boshlaganman. Bir vaqtning o'zida 3 ta 4 ta joyda ishlardik. O vaqtda talabada endi boshqa variant yo'q edi. Quyi Chirchiqqa borib ishlardik. Keyin o'zi Qancha yil? bu 19-20 yillar haqida ketyapti. Karantindan avval. Ha. Keyin Chasniga shu asakani Merit maktablari tarmog'ida kolleji bor edilar. Shu Merit kollejiga topshirganman. O'sha vaqtda 5 ta tanlovim bor edi mening. 5 ta joyga ariza topshirganman. Shu bittasiga kirishim kerak edi. Men uchun u vaqtda oilali edim. Yashirib o'tirmayman. Bir qizig'i bo'lgan narsa u vaqtda mablag' bo'lgan. Mablag' jihatdan kimdir meni qanoatlantiradigan bo'lsa, ishlashga qaror qilganman. Keyinchalik ishim ta'lim bilan uzviy bog'lanib ketib qoldi va ruhimni o'zim o'sha yerdan topgan. Shuning uchun hozir chiqib ketishim qiyin. Nimaga desa, inson tan energiyasi bor, moddiy energiya, ruh energiyasi bor deydilar. Bo'linishda sharq falsafasida aytilganda, ruh energiyasini nima to'ldiradi desa, ruhiyat to'ldiradi deydi. Inson bu hayotda moddiy energiyani topishi mumkin. Qanaqa topadi desa, yeyish bor, ichish bordir, harakat bordir, boshqa bordir. Lekin bularning hammasini umumiy bog'laydigan bitta nuqtasi bor deydi, u moddiyat va bir kun yo'q bo'ladi deydi, u tugaydi deydi. Ruh energiyasi nima bilan bog'lanadi desa, munosabat bilan bog'lanadi deydi. Suhbat bilan bog'lanadi deydi. Ustozlik esa shu suhbat bo'lib qolgan. Va bunda har doim sizga kimdir energiya berib turadi. Men eng ko'p energiyamni dars o'tgan vaqtda olganman va o'sha uchun ustozlikda ko'p gap bo'lsa kerak deb o'ylayman. Meritda boshladingiz, undan keyin Merit, keyin Rahim School ochildi. Rahim Schoolga o'tdim. Bu yerda 2 yil faoliyat yuritdim, tarix bilan huquqdan dars berdim. Va Provartda o'tgan yili Rahim Schoolning Ibn filiali ochildi. Direktorlik taklif qilishdilar va u yoqqa o'tdim. Hozir direktor bo'lib ishlayapman. yaxshi, menejment qalay ekan? Og'ir ekan. Qani ustozlikdan rahbarlikka o'tishda falsafa o'zgaradi-da. Juda katta falsafa o'zgarar ekan. O'qituvchilikda men himoyani oldida yurardim. Rahbarlikda himoyani orqasida bo'lar ekansiz, lekin hamma tosh sizga kelar ekan. Va og'ir tomoni bitta nimada desa, o'zingizni qo'lingiz bilan emas, boshqalarning qo'li bilan qildirish kerak ekan. Eng qiyini shuda. Bu og'ir. Masalan, odatda yangi rahbarlarda qiladigan xatosi nima desangiz, yangi rahbarlar ko'p narsani o'zi qilaman deydi. Men boshida shunaqa bo'ldim. Men 24 ga 7 ishlashni boshladim. Suv ko'tarib yetish kerak desa ham o'zim suvda yetmoqchi bo'ldim. Partani ham o'zim toshishga harakat qildim. Bular ham kerak, lekin o'ylab qarasam bunda faqatgina jamoani ham charchatar ekanman, o'zim ham charchar ekanman. Ularni ortiqcha urintirar ekanman. Va jamoa ham rivojlanmasa siz aybdor deb biladi-da o'ziga. Chunki u odam o'sha ishda qiynalsa ham qilish kerak-da. Toki o'z ishini mutaxassisi bo'lsin. Shuni tushunib yetishim vaqt kerak ekan. Endi birdan bo'lmas ekan, adaptatsiya cho'zildi, lekin rahmat, bizni boshimizda ancha yordamlashib turishdi, lekin mikro menejment ancha ko'p bo'ldi. Bu ancha effekt bergan, foyda bergan. Aziz aka ham, Abdulloh ham juda ko'p yordam berib turgan. O'sha hisobdan ancha yengil o'tkazib oldim desam bo'ladi, og'riqli bo'lmadi. Lekin ustozlikdagi ko'p narsani o'qituvchilikda ham qo'llayman, rahbarlikda ham qo'llayapman. Bir-biriga o'xshaydi, faqat o'xshamaydigan joyi shu ekanki, to'g'ridan to'g'ri tushmas ekansiz. Mana shunisida farqi bor ekan. Shuni shakllantirishim kerak, menimcha endi hali unga vaqt kerak, u vaqt bilan o'tadi, tajriba bilan o'tadi. Ustozlikda yig'ilgan narsa birdaniga bunga o'zgarishi ham qiyin ekan. Ora-sorada zerikib qolsam darsga kiraman. Bahona qilib kiraman. Kimdir agar kelmay qolsa, kasal bo'lib qolsa, u xoh musiqa darsi bo'lsin, xoh tasviriy san'at darsi bo'lsin, xoh geografiya bo'lsin, shu kirib dars o'tgim keladi. Va hammasidan o'ta olasizmi? O'zi aslida dars o'tishning asosiy nuqtasi nimada desa, beradigan ma'lumotingiz aniq, lekin uni qanday yetkazish noaniq. Agar sizda qanday yetkazish aniq bo'lsa, ma'lumot noaniq bo'lsa, bu dunyo hozir bizga shu imkon beryaptiki, ma'lumotlarni cheksiz olish mumkin. Faqat yetkazish usulini aniq qilib olsangiz bo'ldi. Bizda o'qituvchilarimizda hozir nima muammo bor zamonda o'qituvchisida desa, ma'lumotlar bor, lekin yetkazish usullari qo'l bilan sanoqli. Va bunda ta'sir qilmaydi bu. Hozir o'qituvchi nima qilish kerak desa, yetkazish usullarini ko'paytirish kerak. Ma'lumot esa agar yaxshi ustoz bo'lsa, kechqurun bir shug'ullansa, 1 soat yoki yarim soat darsga kirishdan oldin nima ma'lumot berishini bila oladi.
lekin yetkazishni ham bilsa bo'ladi. Javohir aka, umuman tarixga to'xtalmoqchiman birinchi o'rinda, chunki men o'zim ham tarixga qiziqaman. Tarixda ba'zida manbalar turli xil bo'lishligi va unga ko'ra tarixdan o'zi mana nima uchun avvalo tarixni o'rganish kerak har bir inson va o'zi tarixdan haqiqat topish mumkinmi? Juda ko'p to'qnashaman shu savol bilan va men o'zim yetib kelgan javobim bor, shuni aytaman. Tarixni nega o'rganish kerak desa, birinchisi tarixda manbalar turli xil va haqiqat bor. Tarixdan haqiqat izlash kerak emas. Tarix haqiqatni bermasligi katta ehtimol bilan mumkin. Nimaga desa, chunki yozuvchi inson xohlasa xohlamasa u o'zining rakursini yozadi. Men o'zim ko'rgan narsani yozaman. Hozir sizga qarab turganimda orqadagi ko'rib turgan soyalarni men ko'ryapman. Balki siz tarafda ham bordir, yo'qdir. Soya bor edi biz suhbat qilganimizda deb gapiraman. Lekin bu soya haqiqatdan bor yo'qligi menga ayon, sizga bilmadim bu qanchalik ayonligi. Xo'p, haqiqat yo'qoldimi bunda desa, haqiqat yo'qolmadi, haqiqat bo'rttirildi. Tarixni o'rganishdan maqsad nima? Manba xato bo'lsa desa, manbani unutish kerak. Tarix bitta narsa beradi sizga. O'tmishingizda sizga o'xshagan holatdagi xato va rakurslar har doim bor va bo'lgan va kelajakda ham takrorlanadi. Bu dunyo silindersimon harakatlanadi deyishadi. Nimaga desa, bizning boshlanish nuqtamiz aniq va qaytish nuqtamiz ham aniq. A bilan B nuqta aniq va oraliq masofadagi yurish yo'limiz noaniq deydi. Tarix ham xuddi shunga o'xshaydi. Tarixda A nuqtasi bilan B nuqtasini hech kim e'tibor bermaydi-da, jarayonga qiziqib ketadi. Siz jarayonga qiziqishni boshlasangiz, tarix sizni aldaydi. Boshqa joyga olib ketib qoladi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda 1789-yil buyuk Fransuz inqilobi bo'ldi desada, keyin atrofiga qo'shsa, bu erkinlikning boshlanish nafasi edi degan so'z ham qo'shilsa, o'qiydigan odamda birinchi fikr keladi. Demak, undan oldin erkinlik bo'lmaganda 1789-yil erkinlik paydo bo'lgan deydi. Nimaga desa, chunki kontekstga qo'shilgan jumla insonni asosiy fokusdan chalg'itib yuboradi. Natijada o'qib o'tirgan bola aytadiki, 1789-yilgacha erkinlik bo'lmagan. Haqiqiy erkinlik 1789-yil kelgan va u bo'lib ham Fransiyada bo'lgan va shundan keyin erkinlik paydo bo'lgan deydi. Lekin rostdan ham shunaqami degan savol berish uchun ana kontekstni olib tashlash kerak. Tarixni o'qiyotgan vaqtda eng asosiysi nima qilsin desa, kommentariy qismini o'chirib tashlash kerak. 1789-yil Fransuz inqilobi bo'ldi, nima sababdan bo'ldi va nimalar amalga oshirildi, nima holatga olib keldi. Uni ichiga aynan shu tufayli bir inson olam yangilik qildi degan so'zni qo'shib qo'ysangiz ham, u boshqa joyga burilib ketadi endi. Ya'ni tarixda esa har doim shu narsa bor. Shuning uchun manipulyatsiyaning eng katta quroli tarix deydi. Davlatlar qaysiki, misol uchun hamma biladigan o'sha Gibbelsni, mafkurachilarning otasi desa, shuni takrorlaydigan gapi bor. Har qanaqa tarix borki, u kuchsiz bo'lsa ham kuchli millatni shakllantira oladi deydi. Nimaga desa, misol uchun hozir ikkalamiz o'tiribmiz. Mana shu stakanni tushirib yuborsam, idishni tushirib yuborsam va tushirib yuborayotgan vaqtimda kimdir shuni ushlab qolib, sinishini oldin olib qolayotgan bo'lsa, shuni butun qahramonona usulga aylantirsa bo'ladimi? Desa bo'ladi deydi. Rakursni kattaroq qilib bersangiz bo'ladi deydi. Tarix xuddi shu narsani bergani uchun ham yolg'on bilan haqiqatni ichida yashaydi. O'quvchi nimaga o'rganyapti? Xo'p, shunaqa rakurslar yolg'on ekan desa, siz nechta odam yolg'on gapirgani, nechta odam haqiqatni gapirganini qizig'i yo'q bu dunyoda. Shu narsani xato va kamchiliklarni qila olishni bilganingizda o'zi yutuq deydi. Men tarixda o'tayotgan vaqtda tarix nega kerak desa, bitta gap aytaman. Kelajak aniqmi? Biz uchun noaniq. Biz bilmaymiz. Bugun biz uchun aniq. O'tmish ham noaniq. Tepadan bunday qarab tursangiz, chumolilarning harakatiga uyidan chiqib, ovqatini yeb qaytib kelgancha sizga hammasi ko'rinadi. Natijada siz qisqa muddatga bashorat qilasiz. Mana bu chumoliga cho'p qo'yib qo'ysangiz, hozir chumoli shu cho'pni aylanib o'tadi deysiz. Yoki bo'lmasa, bunaqasiga o'tadi, yo ustidan o'tadi degan taxminingiz 90% ga yaqinroq qilib aytasiz. Allohning buyukligi ham bizni xuddi shu holatda ko'ra oladi. Lekin tarix nima beradi bizga desa, biz bunday katta rakursda ko'ra olmaymiz. Lekin hech bo'lmasa bizdan oldingilarni yuqoridan ko'rish imkoniyatimiz bo'ladi. Biz jamiyatda qilib turgan xatolarimizni bizdan oldin ham qilishgan va bizdan keyin ham qilishi kerak. Katta ehtimol bilan. Natijada biz bugun ular qilgan xatoni takrorlasak, biz bugun qanaqa ahvolga kelgan bo'lsak, bizdan keyin farzandlarimiz ham xuddi shu ahvolga keladi. Muqaddimani o'qib o'zim ham amin bo'ldim. O'zgarish nuqtasi nimaga qarab keladi desa, bizning rakursimizga keladi-da. Tarix bizga shuni beradi xolos. Bu katta narsa kutish kerak emas, lekin men nazdimda bu juda katta. Nimaga desa, manzilingiz noaniq bo'lsa,
aslida hammamizdek manzilimiz aniq u. Noaniq joyi nimada demoqchiman. Yuradigan, bugungi chiqadigan joyimizda biz qayerga yetib borishimiz kerak, nima qilsak xato bo'ladi, nima qilsak to'g'ri bo'ladi. Buni bilmasdan yurishni boshlasak, biz hamma narsa qurib ko'rishga harakat qilamiz. Tarix shuni olish uchun kerak. Shaxsan men tarixchi sifatida bizni davrimizni O'zbekiston tarixini, umuman vatanimiz, umuman Markaziy Osiyo tarixini, Turkiston tarixini ko'p o'rganganmiz. Qay darajada, Johir aka? Juda kam. Juda kam. Hozir ham kam. Ikki xil narsa borda. Odamda qo'rquv shakllanishi uchun bolalik kerak deydi. Xo'p. Bolalik nimaga qo'rquvni shakllantiradi desa, bola tug'ilgan vaqtida oppoq bo'lib tursa, biz har bitta chegarada ovoz chiqaramiz unga. To'xta. Natijada bola har to'xtada qo'rquv bilan chegarani shakllantiradi. Chegaralar ba'zan yaxshilikka xizmat qiladi, ba'zan yomonlikka xizmat qiladi, lekin aslida insonni inson qilgan narsa bu aslida chegaralar. Hayvonda chegaraning shakllanishi qamchi bilan o'tsa, odamda e'tibor bilan, jamiyatning sanksiyasi bilan o'tadi. Deylik, bir yaxshi fikr bordi. Insonni hayvondan farqlashning eng go'zal usuli nimasi? Chegara deydi-da. Nimaga bunaqa chegara? Ong yoki tafakkur yoki boshqa narsa emas desa, hamma narsasi keng bo'lgan jannatda ham bir dona chegara bor edi deydi. Shu chegaraga yetmaslikning imkonini qilib qo'yishni ham qodir edi. Lekin nega yetishga qodir qildi va chegara qilib qo'ydiki, teginmadiga desa, sizni siz ekanligingizni isbotlash uchun deydi. Pastda ham bizga chegara nima uchun kerak desa, shu uchun kerak. Endi tarixdagi biz o'rgana olmaymiz nimaga desa, bizga noto'g'ri qarsaklar kelgan. Birinchi marta mana meni qiynaydigan narsa bor. Bizda ham qirg'inlar bo'lganda, yaqin tariximizda bir 100 yil oldingi tariximizda qirg'inlar bo'lgan. Bularni o'qiganingizda yuragingiz og'riydi. Eshitsangiz yuragingiz og'riydi. Lekin nimaga shular kitobga ko'chmagan? Qarsaklar bor. Urilgan. Va bu qarsakni men totib ko'rmaganman, boshqasi totib ko'rmagan, lekin xohlasa xohlamasa jamiyat shu qarsakni menga beradi-ku deydi-da, ichki qo'rquv tufayli bermaydi. Undan oldingi tarixchi, xonlar tarixi. Bizni salkam 500 yillik tariximizda men xafa bo'ladi-da, odamlar 400 emas, 300 yillik tarixini butun boshli insoniyat tarixi qilib ko'rsatyapti. Davlat bu respublika bo'lgan, demokratiya olib kirgan, 300 yil bo'lgan bo'lishi mumkindir, lekin hozir tamaddunga da'vo qiladi. Ba'zi bir mamlakatlar bor, misol uchun, endi to'laqonli mustaqil bo'lib, ishlab, endi rivojlanishni boshlagan mamlakatlar bor. Deylik, u Koreya bo'lishi mumkindir, lekin Koreyaning tarixining katta qismi shimol bilan bog'liq, janub bilan yo'q. Lekin shunda ham shular butun anavi insoniyatdagi hatto igna ukollardan tortib golf o'yinlarigacha biz yaratganmiz deb da'vo qiladi. Nimaga biz qila olmaymiz desa, bizda mana shu qarsaklar bor. Bu qarsaklarni yo'qotish kerakmi desa, bu qarsaklar bizning ongimizda bor-da. Bu ongdan chiqib ketsagina aytib olish mumkin. Xonlar davri tarixidagi bor, misol uchun xonlarni mazax qilish odatlari bor. Bu endi Sovet tuzumi davridagi o'sha davrni feodal tuzumni yomonlash orqali kelgan, lekin xonlarda ham, amirlarning ichida ham o'ta fidoyilari bo'lgan. Bizga ko'rsatilganchalik yomon bo'linmagan, shunaqami? Yo'q. Va bir narsani aniq aytish kerakki, ularning shoxlari oldida bizniki ancha oppoq bo'lgan. Ha. Mana soddaroq qilib aytganda. Lekin bizga bizniki ko'rsatilmagan, ularniki ancha yaxshi ko'rsatilgan. Ularni qilganligi hikmat bo'lib qolgan, bizni qilganimiz malomat bo'lgan. Natijada biz o'zimizga nisbatan yomon ko'rish kayfiyati paydo bo'lgan. O'z o'yingizdagi devor va daraxtdan nafratlansangiz, o'sha devor bilan daraxtga qaramas o'tishga harakat qilasiz va uni yomon ko'rsataversa, o'yingda bir devor bor, bir g'isht qiyshiq turibdi deb hamma aytaversa, siz o'sha g'ishtni ko'rmaslikka harakat qilib ketaverasiz bunaqasiga aylanib. Lekin qaramasangiz ham shu g'isht turibdi, balki shuni ham aslida qanaqadir ma'nosi bilan qo'yilganligiga esa yetib bormaymiz. O'rganilish darajasini ochish mumkinmi desa, manbalarda muammo bor. Juda katta, chunki bizda hamma arxivimiz Sovet bosqinlarida olib ketilgan. Qaytarib olib kelinganligi bor va bizning tariximizda yozilganlari bor. Mana misol uchun ishchi, dehqon, soldat hokimiyati kelgandan keyin mamlakatda bitta ishchi topish kerak edi. Butun mamlakat hayotini hal qilgan. Bitta soldat topish kerak edi, butun mamlakatni hal qilgan. Bitta dehqon topish kerak edi, butun mamlakat tarixini hal qilgan. Shunaqa tarixni olib chiqishdi. Lekin bizda bir gapi bilan o'zgartirgan, bir qo'li bilan mamlakat ko'zgan, ularni yozishmadi. Hozir ham yozishmaydi. Nimaga desa, asosiy manbalar yetmaydi bizda. Yetishmaydi. Bor asosiy manbalari desa, ularni o'qiydigan odam ham yo'q hozir.
Chunki biz bitta avlodning o'rtasida zirek bor. Keyin manbalarni o'rganishdagi eng katta xato nimada desa, bu til bilan bog'liq. Misol uchun mana Hindiston, Xitoy, Eron dunyodagi qudrat mamlakatlarida endi tarix nuqtai nazaridan olsa juda yuqorida turadi. U Amerika ham emas, u Rossiya ham emas, u boshqa Britaniya ham emas. Butun tarixchilarning holatida so'rasa, eng ko'p takrorlaydigan qaysi mamlakat tamadduni ham boshqasi ham kuchli desa, Xitoy bilan Hindistonni birinchi keltirib, keyin Eronni qo'shadi. Nimaga? Hindiston ham mamlakat sifatida paydo bo'lgandan to hozirgi kungacha bo'lgan tarixini uzluksiz ushlab keladi, yozuvini ushlab keladi, madaniyatini ushlab keladi, qadriyatini ushlab keladi. To'g'ri, u xato bo'lishi mumkindir, joyida muammosi bo'lishi mumkin, lekin 7000 yil oldin nima bo'lganligini bila oladi, o'qiy oladi, tushuna oladi. Xitoyda ham xuddi shunaqa narsa bor. Va hozirgi qilayotgan xatolarida kamchiliklari bormi? Bor. Lekin yutuqlari bormi? Bor. Nimani hisobiga bor desa, tilida uzilish yo'qda. Bizda 1929-43 yillarda dahshatli uzilish nuqtalari bo'lgan. Va bu nuqta tufayli bizda tariximizga yetib borishga qo'llar kesilgan. Va natija nima bo'ldi desa, mana hozirgi bitta oldingi mana oddiy bir narsa aytaman. Xohlagan o'quvchidan kelib so'rang. O'zbekiston tarixi qachondan boshlangan desangiz, ayta olmaydi yil. Kimdir agar 10-sinf bola aytish kerak bo'lgan so'z u ayta olmaydi. Xo'p, mayli, uni qo'yib turing, sal teparoqqa chiqasiz. Institutga borgan bir boladan so'raysiz. O'zbekiston tarixi qachondan boshlangan desangiz, bidi nega qaraydi? O'zbekiston degan so'zga analog topolmaydi. Tarixda o'qigan, lekin topolmaydi. Bu bizning tarixdagi eng katta bu firibgarlik. Chunki 1925-yilda bizga O'zbekiston deb berishdimi unda? Lekin undan oldin bizda O'zbekiston degan nom yo'q edi. Takliflar bor edi, Turkiston degan nom qo'yish taklifi bor edi. Lekin bularni olmadi. Xo'p, O'zbekiston deb qo'yishdi. Lekin biz qaysi O'zbekiston bilan o'ylaymiz hozir? Xonlik davrini. Eng katta muammo mana shundada. Hozir Buxoro amirligi haqida gapiramiz. Lekin Buxoro amirligining ma'lum bir hududi hozir Tojikistonda, ma'lum bir hududi Turkmanistonda. Xiva xonligi haqida gapirsak, turkmanlarda katta qism bor. Qozog'istonning bir qismini boshqarishgan ular. Natija nima bo'ladi desa, konflikt kelib chiqadi. Shuning uchun keling, shunga sekin to'xtalib qo'yamiz. Xiva deb, Buxoro deb, Qo'qon deb to'xtalamizda, O'zbekiston deb gapirmaymiz. Nimaga? Chunki O'zbekiston deb gapirsak, ularga tegib ketadi. Ularniki bizniki deb aytib qo'yamiz-ku deydi. Natijada biz o'zimiz ham hafsala qilamiz, qo'rqamiz. Ya'ni uni xafa qilib qo'ymaylik deymiz. Umumiy narsa haqida gapira olmaymiz. Qo'shningiz bilan ikkilangizni o'yingizda bir devor bordi va umumiy bo'lgan deylik, qachondir qarindosh bitta bo'lgan tepada. Endi hozir shunaqa bo'ldiki, bu sizning uyingiz, bu sizning uyingiz deb aytib qo'yishdi. Endi o'rtada qolib ketgan katta bir oraliqda yo'lakcha bor. Uni siz ham meniki deya olmaysiz. U ham meniki deya olmaydi. Lekin mana shu o'sha o'rtaliqda bizning butun tariximiz yotibdi. O'sha o'rtaliqni kim bo'yniga olib ayta oladi desa, men aytsam, bular xafa bo'ladi-ku deydi. Ular aytsa, bular xafa bo'ladi-ku deydi. Natijada bu center ego deydi-yu, shaxsiyat ochilib ketib paydo bo'laveradi. Tarixda o'sha o'zimizga eng yaqin deb va qudratli davr sifatida Qoraxoniylar davrini bilaman. O'ylab qarasa eng ko'p allomalar ham, umuman mamlakat jihatidan ham, boshqa jihatdan ham juda ko'p ishlar Qoraxoniylar davrida qilinganmi? Qoraxoniylar bizga yaqin emas, birinchi boshlanish desa bo'ladi. Chunki o'zbek xalqining shakllanishi Qoraxoniylar bilan. Shundan boshlayman demoqchiman-da. O'zbek xalqini mana bizni tipik qiyofamiz, etnogenezimiz va o'ziga xos madaniyatimiz shakllanishi Qoraxoniylar bilan bog'liq. Salkam 200 yil mamlakat qurarmidi? Yo'q, unchalik emas, lekin shunga yaqin. Men hayronman, lekin tarixda shu davrlar uncha o'rgatilmaydi. Yoritilmaydi. Sabab hayron bo'laman, nega? Birlik davrida u, g'oyaviy birlik davrida. Qoraxoniylar bular kim? Qoraxoniylarni siz aniq ochadigan bo'lsangiz, siz Turkiyagacha borasiz. Hozirgi Turkiyada hokimiyat qilayotgan umumiy xalqgacha, Kai urug'igacha yetib borasiz. Agar buni ochayotgan bo'lsangiz. Siz buni ochganingizdan keyin Turkiy xalqlarining hammasining ichida nima degan fikr paydo bo'ladi desa, o'zak boshlanish nuqta bitta degan fikrni shakllantiriladi. Nimaga bundan qo'rqishadi? Yaxshi-ku. Bu bo'lsangiz zo'r-ku. Yo'q, men misol uchun buni qo'llab-quvvatlayman. Lekin buni men yo siz qo'llab-quvvatlaymiz. Lekin bu qarsak olganlar buni qo'llab-quvvatlamaydi. Bitta fikr paydo bo'ladi, xo'p. Unda men bu davlatnikimanmi yoki u davlat menikimi degan fikr paydo bo'lishidan qo'rqishadi. Aslida tarixni qanaqa o'rganish kerak desa, muallaq o'rganish kerak. Siyosiy tizimga bog'lamasdan tashlab qo'ygan holatda o'rganish kerak. Buni qila olamizmi desa, tarixda yo'q. Nimaga? Chunki u mafkura toshiydi. Tarix har doim mafkura toshiydi. Mafkura toshiydi. O'sha uchun imkon yo'q. Hozir ular ham o'zining holatini, tarixini ko'rsatib berish uchun bizga ulaydigan bo'lsa, ular bizga qarash kerakmi? Ertaga
o'sha g'oya bilan o'sgan bitta bola bizning g'oyamiz bilan to'qnash kelsa, bu boshlanish nuqtamiz-ku deb o'ylash kerak bo'ladimi? Muammo nimada o'zi? Nima uchun bu gapni aytyapman? Yoshlarda milliy shuur yetishmaydi. Men juda ko'p sezaman. Ya'ni nima uchun millat degani mana ertaga vatanni himoya qilish masalasi kelsa, mana ko'ryapsizmi? Ba'zida o'rislar tomonidan aytilayotgan gaplar. Yaqinda bitta jurnalistni nima deb aytyapti? Og'riqli. Og'riqli gap. Agar siz Turkiyaga borganmisiz yo'qmi Johir aka? Bormaganman, men eshitdim. Men Turkiyaga borsam, yo'llarda yoshlar bilan gaplashib qo'yasiz, 4-sinf, 5-sinf milliy shuur shunaqa kuchliki, yosh bola qayerdan bunaqa deysiz? Nimani hisobiga shu? Vatan haqida, millat haqida shunaqa jo'sh urib gapiradi. Kimdir millat haqida, vatan haqida nima deb qo'ysin-da, kamera oldida yurak kirib gapira oladi-da, ko'krak kirib gapira oladiki, qanaqa bu bolada bunaqa hissiyot deysiz-da? Kim o'rgatdi bunga? Qanday qilib deysiz? Ya'ni men yoshlarda mana shu milliy shuur, ya'ni vatanni qizg'onish, vatanni asrash. Umuman aytamanki, mustaqillik saqlab qolish. Chunki biz mustaqillikka rostdan juda yengil kiritganmiz deb hisoblayman. Ya'ni bu qanaqa, ya'ni urushsiz olganmiz-da. Bu boshqa masalalarga kelib keladi, lekin men o'ylayman, agar qoraxonlar davrini ko'rilsa, boshqa bir davrlar ko'rilsa, odamda milliy shuur, ya'ni to'xta biz hozir yoshlar nima deb o'ylaydi bilasizmi? Ya'ni ming afsuslar bo'lsinki, o'rtada 100 yillik tarixni buzgan va bizni millat juda kichkina millat bo'lgan deb o'ylaydi. Yo'q, biz dunyoni boshqargan millat bo'lganmiz. Asosiy joylarda, ya'ni umuman savdo aloqa jihatidan ham, siyosat jihatidan ham, mafkura jihatidan ham yoki Samarqand bilan Buxoro yoki islom olimlari bo'yicha tamal toshlari bo'lganmiz. Juda katta ishlar yoki qoraxonlar davrida chiqqan allomalar. Odatdan islom olamidagi chiqqan allomalar juda ko'p islom qoraxonlar davriga borib taqaladi. Yaxshilab qaralsa-da, ya'ni ilm fanga juda katta urg'u berilgan vaholanki o'sha payt. Turkiyani aytdingiz. Atrofda hammasini o'rab olgan nuqtasiga qarang-da. Turkiyani yashab qolish uchun nima muhim? Yaxshi qo'shni. Yaxshi qo'shni muhim. Turkiyaning g'arb tarafi bilan shimoliga qarasak, ulardagi g'arb bilan shimolda asosan bularga millat nuqtai nazaridan ham, diniy nuqtai nazardan ham teskari bo'lgan xalqlar bo'lgan. Shunaqa hammasi dushman yonida. Natijada ularda birikish ularni saqlab qolish bilan teng. Va geografik joylashuv, geografiya taqdir deydi-ku, shunga o'xshagan holat bo'lganda, ya'ni nima bo'ldi desa, yashab qolishga bo'lgan ehtiyoj maksimum birlik masalasi kelganda hech kim o'ylab o'tirmaydi. Holat turibdi. Vatan va boshqa narsa unutiladi, faqat vatan. Nimaga? Chunki vatan bo'lmasa, boshqa narsa ham bo'lmaydi ularda. Johir aka, bizda ham shunaqa emasmi holat? Haqiqatda chin yurakdan e'tirof qilib aytaman. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyoni birlashtirdimi desa, ha deb aytaman. Buni e'tirof qilish kerak bo'lgan. Bilasizmi, yaqin 10 yil oldin ham desa men hayron bo'lardim-da. Televideniyada Qirg'iziston yomon desa, hayron. Qanaqa yomon bo'lishi mumkin atrofimiz? Tojik yomon bo'lishi mumkin emas. Qozoq yomon, turkman. Mana bir yaxshi do'st ekanmiz u. Chegaradan bilib qoldik. Chegaradan shunchaki ID karta bilan, zagran pasporti shunday o'tib ketsa bo'lar ekan, hech qanaqa xat hujjatisiz va sizni tabassum bilan kutib olishsa bo'lar ekan-ku, deyman. Ya'ni juda yaxshi do'st bo'lib yashasak bo'lar ekan-ku. Muammoni holati bor-da, mana. O'yingizda bo'lib turib ezilishingiz boshqa. Atrofingiz yov bo'lib turib ezilishingiz boshqa. O'yingizda ichida bo'lib turib ezilganingizda siz ruhingiz eziladi. Atrofingizda dushman bo'lib turib ezilganingizda siz taningiz eziladi, ruhingiz ezilmaydi. Chunki siz atrofda yovuzlar borligini, atrofda boshqa borligini bilib, ruhiyatingizni quvvatini ushlaysiz, tanangizni kuchi ketsa ham. Lekin o'yingizda ichida turgan bo'lsangiz, sizni ezishsa, siz tanangizda kuchingiz ming zo'r bo'lsin, lekin ruhingiz sinadi-da. Muammo nimada ana shu yerda desa, bizda shu ruhda sinish bor-da. Buni qanaqa qilib uyg'otasiz? Mana tarixni holatini Qoraxoniydan boshlab aytib berishdami? Yo'qda, bu bilan ish bitmaydi. Nega tariximizni yaxshiroq o'rgansak? Men tarixni qanaqa o'rganish kerak deb hisoblayman. Bu shaxsiy fikrim albatta. Endi tarixshunossiz. Masalan, qani edi bizda o'sha Qoraxoniylardan deylik, masalan, boshlanyapti. Misol uchun deylik, mana bu o'sha paytda bizning mintaqadagi davlat. Mana shular bo'lgan. Bular ilm-fanda bunaqa chiqgan, qurol yarog'dan bunaqa chiqgan, madaniyatdan bu ishlarni qilgan, qo'shnilik aloqalar bunaqa edi va o'sha paytdagi Yevropa bunaqa edi. O'sha paytda deylik, mana Amerika umuman hali kashf qilinmagan edi. Masalan-da, yoki Avstraliya hali kashf qilinmagan edi yoki eng yaqin mamlakatlar o'sha payt sivilizatsiya, tamaddun jihatdan mana bu mamlakatlar bor edi. Vizual ko'rsatilsa tarix. Qanday yaxshi tarix bo'lardi. Go'zal. O'zbekiston yoki davlatning chet el tarixi deb emas, xorij tarixi deb emas, balki xuddi shu holatda bizga bilasizmi, tarixda eng yomon ko'rgan narsa nima bo'lgan? Raqam yodlash. Hozir shunaqami yo'qmi bilmadim. Hozirgi maktab bolalariga rahmatimda. Rahmat. Men nima keragi bor? Chunki tarixdan xulosa olish uchun kerak-da. Raqamni unutamiz.
rostdan raqam unutiladigan narsa-da. Hozir so'rasangiz o'zimning telefon raqamim bilan yana xonam telefon raqamini yoddan bilaman-da. Ya'ni odatda aytaman, chunki yana eslashlik uchun o'qish kerak-da. Lekin undan olinadigan xulosa va miyani molekulalari yangi insaytlar paydo qilib, o'shanga ambitsiyalar qilish bu unutilmas. Va tarixda qandayki bilan xususiylar balki shunga o'rgatayotgandir. Agar davlat maktablari ham shunaqa ayni tarixda balki xulosa olishlik uchun o'rgatilsa, qanday ham yaxshi tarix. Mana birinchi qismdagi fikringiz bor-ku, tarixni bu tarix g'ururni uyg'otadigan jarayon, qo'shilaman. Lekin g'ururni ichida sovutsiz, qurolsiz, mana qilichsiz, sovutsiz, qalqonsiz urushga chiqarib yuboradigan odam, jangga borsa odam, u odamni jangga chiqqanligi jasorat deyiladi va ahmoqlik deyiladi. Tarix agar siz aytgan holatimizdagi bersak, biz jangga olib chiqa olamizmi yo kiyintiramizmi? Sovut beramiz qo'liga, qilich beramiz qo'liga, qalqon beramiz qo'liga, lekin jangga olib chiqa olamizmi? Maydonga olib chiqa olamizmi desa, maydonga olib chiqish uchun unga nima kerak desa, qalb, ana tarix qilich ham beradi. Amerika yo'q edi, bizda saltanatlar, imperiyalar bor edi. Palon narsa yo'q edi, bizda Piston bor edi. Bu hamma qilichni beradi bizga, lekin otilib chiqadigan, maydonga yugurib chiqadigan odamni bermaydi. Nimaga, qachon beradi uni desa, daxldorlik hissini bersangiz beradi. Mana maktabga kirgandan birinchi qilayotgan, dars o'tayotgan vaqtimda birinchi o'ylaydigan narsa nima desa, xususiyga keladigan o'quvchini xayolida bitta narsa bor-da. U doim ko'p maktab almashtiradi. Maktab uniki emas. Maktab uniki emas. Natijada maktab uniki bo'lmagandan keyin maktabni ichidagi hayotga o'zini bog'lamaydi hech qachon. Xo'p, endi hayotda o'zini bog'lamagandan keyin nima qiladi? Musor to'kishi mumkin, sindirishi mumkin, o'zini e'tiborini bermasligi uchun xotira yaratmasligi mumkin. O'qituvchi nima qilish kerak deyman? O'sha kirgan birinchi kunidan boshlab maktab uniki ekanligini unga his qildirish kerak. Bu maktab meniki emas, azakaniki emas, palonchoniki ham emas, bu maktab seniki. Nimaga desam, sof miya bilan o'ylab ko'rsa, maktab aslida uniki. Bolalar uchun uy qurdingiz, bolaxona qurdingiz. U kimniki u? Menikimi? Men yashamasam yerda. Men uxlamasam yerda. Demak, u bolaniki. Faqat men yasab berdim, xolos, vazifamni qildim. Tarixda ham xuddi shunaqada. Tarix o'sha siz aytgan narsani yaratib beradi. Endi daxldorlik hissini uyg'otish kerak. U nimadan kelib chiqadi? Qanday qilib daxldorlik hissini uyg'otamiz? Ko'rsatuvga o'zingizni daxldor his qilasizmi? Nimani hisobiga? Qachonki mana shu loyihadan kimdir bitta manfaat olsa, menga bilasizmi, juda ko'p viloyatdan chiqsam, boshqa joylarda kimdir bir og'zim o'zgardim deya olsa bu. Mana shundan o'zgardim. Haqiqatan yoshlar juda ko'pini eshitganman. G'urur tuyadi. Mana shuni ko'radi-ku, men qila olaman degan fikr paydo bo'ladi. Men xuddi shuni istayman va o'sha payt daxldorlik his qilaman. Chin dildan. Xuddi shu narsani bolaga ko'chirish kerak. Mana men dars o'tayapman bolaga. Dars o'tganda birinchi qilayotgan ishim aytaman mana. Tappini nimaligini bilasiz? Bizning qishloqda ko'p bo'ladi u. Chunki gaz yo'q bizda. Bizda ham gaz yo'q. Men mana shuni qo'lim bilan yasab beraman bolaga. Qanaq qilib tushishidan, uni qanaq qilib qo'lda olib, devorga qanaq qilib chaplab, uni quritib, sho'rva qilganda, sho'rvasini totib ko'rdiraman. Men totib ko'rdingmi xayolida. Totishdan oldin birinchi to'xtaydi qoshig'ing, chunki hidi keladi. Yongandagi hid buni ustiga o'tirgan bo'ladi. Va yutayotgan vaqtingda xohlasang, xohlamasang sigiring xayolingga keladi. Va bu nimaga bu narsani aytish kerak desa, bu unga eslatadi. O'sha har bitta detalda men ishtirok etayotganimdek u ham ishtirok etadi. Endi shuni o'zgartirish meni qo'limdan keladimi desa, ana uni qo'ldan keladi. Qanaqa qo'ldan keladi? Uni xayoliga shuni mana siz aytyapsiz, bitta bola o'zgardim desa, men olam xursand bo'laman deyapsiz. Ana o'sha bola ham buni o'zgartirish imkoniyati bor. Sho'rvani ichayotgan vaqtda sigirni o'ylamaslik imkoniyatini berish imkoniyati bor. Qanaqa qilib? Bilimi bilandir, tafakkuri bilandir, kuchi bilandir, puli bilandir. Mana bu unga daxldorlik beradi. Ya'ni men senga muhtojman. Vatan meniki deya olish kerak. U uchun uni tilda aytirmaslik kerak hech qachon. Kichkina bir detal topish kerak. Farqi yo'q. U bir daraxt bo'lar. U bir kichkinagina tuproq bo'lar, joy bo'lar, ahamiyati yo'q. O'sha detalni bolaga bu seniki degan narsani emas, o'zi aytish kerak. Bu aslida men qilishim kerak deb ichida aytish kerak. Ovoziga chiqarsa bo'lmaydi. Aynan vatan haqidagi narsani ovozga chiqarish uni qiymatini tushirib qo'yadi. Demak, har bir muallimning bo'ynida har bir bolani vatanni sevish uchun daxldorlik hissini uyg'otish burchi bo'lib turibdi. Shunaqa. Buni qilish mumkin, buni qildirish mumkin. Siz bolaga dars o'tayotgan vaqtingizdagi turgan narsa nima desa, nimaga bu
holatda bizda muammo, nimaga mana bu joyda bunaqa muammo, xo'p shuncha muammo, hamma joyda muammo bor, lekin bu muammo senga tegishli degan fikrni uni ichiga qo'ysangiz, ana daxldorlik chiqdi, ana siz qariqdan qurol berdingiz, qalqon berdingiz, sovut berdingiz, ana endi chiqsa bo'ladi. Endi uni chiqarib yuborishingiz sizni yomon inson emasligingizni bildiradi. Nimaga? Chunki hamma maydonga chiq deb talab qilishi mumkin. U chiqdi, lekin uni o'lishini bilib turib jo'natish bu yomon. Lekin uni qo'liga qurol berib, sovut berib, keyin unga ruhiyatini ham berib chiqarsangiz, unda u nimadir qilishini kutishingiz kerak. Shuning uchun bu ta'lim tarbiyaning uyg'unligi deganda ruhiyatni qo'shish ham shu bilan bir xil ketadi. Agarki vatanga daxldorligini hamma maktabda vatan nimaligini ochib bo'lmaydi. Juda keng tushunchada. Buni she'r qilish mumkindir, qo'shiq qilish mumkindir, shior qilish mumkindir, lekin buni ochib bo'lmaydi. Men uchun meni hayolimdagi vatan juda kichkina. Ishoning, juda kichkina, lekin u uchun butun olamga qarshi tursa bo'ladi. Milliy shuur haqida gaplashyotgandik. Ya'ni tushundik, bola meniki degan narsani tushunish kerak ekan bola. Va buni muallim tushuntirish kerak ekan. Shu tushunishim bo'yicha, ya'ni tarixda faqat tarixda o'zimni o'rgangani o'zi yetmaydi deb aytyapsiz. Men lekin odatdan fikrim shu paytgacha tarixda o'qib o'rganganman deb o'ylayman. Juda ko'p narsani tarixda o'rganib to'xta, aslida biz uchun shu insonlar istiqlol uchun harakat qilgan ekan. To'xta, bizni vatanimiz u darajada bo'lmagan ekan. Bizdan buyuk allomalar chiqqan ekan, bizdan buyuk insonlar chiqqan ekan. Ular yozgan kitoblarimizni o'qib ulgurmaymiz hali. O'qiy olmaymiz ham. Umr yetmaydi. Juda katta ishlar qilgan ekanmiz deymiz. Lekin hozir mana Turkiya misolida aytib o'tdingiz, biz vatanimizga ham har doim o'ziga yarasha xurujlar bo'lib turadi-ku. Ya'ni vatan istiqlol uchun kurashish har bir erkak kishining vazifasi emasmi deyman, har bir vatandosh vazifasi emasmi? Har bir millatdosh vazifasi emasmi? Mana misol uchun Rossiya bilan Xitoyni o'zini shuni olsangiz, Xitoyda ham, Rossiyada ham imperiyachilik kayfiyati bor. Imperialistlik kayfiyati bor va bu bizga ta'sir qiladi o'zi har doim. Bunday olganda kattaroq imperiyalar kichikroq mamlakatlarni so'rib imperiyaga aylanadi. Xo'p, biz qon suriluvchi bo'lib qolganmiz. Endi bir tasavvur qiling, zuluk turibdi. Shu zuluk haddan ortiq qonni so'radimi yo qorni to'ygandan keyin tushib ketadimi? Shu zulukni maksimum so'ra oladigan darajadagisi bormi? Yo 5 litrda hammasini chiqarib tashlaydimi? 5 litrda ola olmasa kerak. O'ziga maksimum yetadigan nuqtagacha olib keyin tushadi, xolasa xolamasa olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Lekin imperiyalar zulukdan farqli bitta tomoni bor. Ular qonga qo'yilmaydi ular hech qachon. Agar so'rishni xohlayotgan bo'lsa, birinchi qilinadigan narsa millatning ruhiyatiga qo'yiladi. Nima bo'ladi millat ruhiyatini kuchsizlantirish kerak? Nima kuchsizlantiradi? Sotqin kuchsizlantiradi. Sotqinlik haqidagi hikoyalar kuchsizlantiradi. Va sharmandali tarixiy holatlar kuchsizlantiradi. Tarixda bir e'tibor bering, har bir asrga bitta sotqinlik hikoyasi bor. Qo'qon darvozasini ochib berishdi deydi, Toshkent darvozasini ochib berishdi deydi, Xiva Hazarasini ochib berishdi deydi. Chingiz kelganda sotib berishdi deydi, Buxoro kutib olishdi deydi. Bu nima beradi desa, boshqa mamlakatda yo'qmi? Hamma mamlakatda bor. Lekin rakursni shunga qaratib qo'ysangiz, millatning ruhiyatiga hujum shunda bo'ladi. Ya'ni kuchsizlanish shundan kelib chiqadi. Bu birinchi hujumida. Endi nimaga bu kerak desa, otilib chiqadigan odam bo'lmaydi keyin. Nimaga? Daxldorlik bo'lish uchun g'urur kerak-ku, faxr kerak. Siz misol uchun osmondagi bolalardan men o'zgardim desa, ichingizdan bu men-ku deya olishingiz kerak. Va siz aytishga uyalmasligingiz kerak. Kimdir osmondagi bolalar bunaqa ekan desa, siz bunaqa qilasiz. Nimaga desa, chunki endi berdim o'zgarib qoldi. Xo'p, nimani to'g'rilash kerak desa, ulardan bizga kelayotgan qanaqadir atvet bo'lsa va buni qaytaradigan bu yoqdan ham kuch bo'lishi kerak. Ya'ni o'ziga ishonch deb siyosiy iroda kerak. Siyosiy iroda. Mana o'ziga ishonch haqida gapirdingiz. Biz loyihaga shu paytgacha hech qachon birortadan pul bilan chiqarmaganmiz. Biz bunga aniqmiz. 100% bilamiz. Shuning uchun biz juda o'zimizga ishonamiz. Men o'zim ham jamoadoshlarim ham bu bo'yicha. Men esa bunga nima deydi? Gumon ham shubha ham qilmayman misol uchun. Mana hozir tarixiy xatolar haqida aytdingiz-ku, sotqinliklar haqida. Haqiqatan Toshkent darvozasi haqida juda ko'p gapiriladi. Shu darajada oson ochib berilganmisa ishonmayman masalan. Yo, men ham ishonmayman. Masalan, tarixda o'qilsa, Toshkentni himoyasi uchun juda ko'p odam juda ko'p vaqt turib beradi-ku. Muammo bor-da, oddiy bir holat bor. Xo'p, buni teskarisi nima ifodalaydi? Mana Kamolonda qabristonni orqasiga borsangiz, turibdi monument. 17 kishining o'limi uchun qo'yildi. Orqasida qabriston turibdi. O'zbekning o'lgani uchun bormi birorta yodgorlik o'sha yerda? Qabristonni o'zi turibdi. Mana shu kichkina detalku bu.
Mana shu kichkina detal, lekin shu kichik detal meni yig'latadi misol uchun. Vaholanki bizga hujum qilganlar uchun monument turibdi, to'g'rimi? Shunaqada, mana hujum qilib o'lgani uchun monument turibdi. Hujum qilib o'lgani uchun monument turibdi. Himoya qilib o'lganlar uchun esa hech narsa yo'q, faqat tuproqda o'zi turibdi. Devor bilan o'rab qo'yilibdi, ko'rmasin deb. Devor bilan o'rab qo'yildi. Siz ne ketayotganda mashinada keting, ko'rinmaydi baribir. Lekin mashinada o'tib keting, o'sha monumentni ko'rasiz. Mana kichkina detal, lekin bu siz nimani beradi? Yondashuvni beradi bu. Men sizga yondashuv aytyapman. Men har kuni maktabga kirib kelayotgan vaqtimda, ertalab kirganimda hech kimga salom bermasdan o'tib ketaversam, men yondashuv beryapman, aytyapman. Salomlashmanglar deyapman. Yondashuv beryapman. Bu ham birinchi yondashuvda bu. Yondashuv beryapsiz. Aytyapsizki, bu yoqqa o'tma. Yondashuv shunaqa, o'tma yoqqa. Bu yoqda bo'lgan pardani ortida xalqi, devorning orqasida xalqi. Siz devorning orqasida xalqi deb signal beryapsizmi? Bunga teginma deyapsizmi? Nima qilasan yoqqa o'tib? Kim senga xalaqit beryapti? Kim seni och qorningni to'q qorningni och qilyapti? Yaxshi yashayapsanmi? Qimirlama. Mana shu narsa yondashuvni beradigan tipi qism bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, mana holatni u yoqdan bu yoqqa o'tkazishimiz kerak biz. Devorni ochishimiz kerak. Ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Nechta odam o'ldi? Dashnoqlar kelib qirg'in qildi. Qo'qonda. Aytish kerak, mana shuncha odam o'ldi. Boshini olishdi. Hatto bolalarni bosh terisini shilib olishdi. Nimaga? Har bitta boshga pul bor edi. Yozish kerak. Nima bo'ladi desa, yuragingiz shilinadi. Shilingan yurakdan ozgina shamol o'tsa ham ta'sirlanib qolasiz. Nimaga qo'rqasiz keyin? Ertaga bolangiz borda sizda ham. Shuni bolangiz ko'ziga tushganda, ana unaqa Rossiyadan qaysidir bitta bloger mana bunaqa deb gapirib boshlab qolsa, siz birinchi xayolingizga kelayotganda o'sha 20-yillardagi bo'lgan qirg'in esingizga kelib ketadi. O'sha bolada o'zingiz bolangiz ko'rasiz. Keyin sizda nima paydo bo'ladi? O'shandan keyin sizda ham ruhiyat ketadi keyin. Keyin siz to'xta deya olasiz. Chunki tanangizda o'zingiz his qilmasangiz ham ruhingizda his qilib bo'ldingiz anonni ko'rib. Lekin shuni yozmasdan, mana shunaqa davr bo'ldi, arman dashnoqlarini chaqirishdi va qirg'in uyushtirishdi. Ochib berilsin haqiqiy holatda rasmlar yo'qmi? Bor-ku rasmlar. Turadi. Bor-ku. Ko'rganman. O'shalarni qo'ysin. Ko'rsin ana rasmda turganda og'rinsin yuragi. Qon ariqlarda oqqan deyshadi-yu. O'shani mana soddaroq va qilib aytganda yuziga sepib yuborish kerak o'sha qonni. Ana qonni bir uchi tushib, kuydirib yuborsin. Har doim qolsin. Har yomg'ir tushganda shu qonni bir chekkasi tushganda eslab tursangiz, keyin siz ana unda hushyor bo'lasiz. Lekin u narsani his qildirmaslik uchun esa maksimum harakat qilsangiz, bolam hammasi yaxshi. Hammasi zo'r. Deylik, mana bir ota keldi misol uchun. U bolasini o'qityapmiz. Nima eshitishni xohlaydi? Hammasi zo'r deb eshitishni xohlaydi. Men unga aytayapman, mana joyda muammosi bor ekan desangiz, xafa bo'lyapti. Shunaqa darajada xafa bo'lyaptiki, men uni ko'rib men o'zim xafa bo'lib ketyapman. Mana men hozir kimga do'stlik qilyapman, u kimga do'stlik qilyapti. Xo'p, xuddi shunaqa jarayon bo'lsa, men unga aytsam, hammasi zo'r, go'zal, yaxshi ketyapti. O'g'lingiz hali buyuk bo'ladi. Mana misol uchun salafan anovlar bor, olimpiadalar bor. Yoki salafan musobaqalar bor. Pulni berasiz, o'rin beraylik. Siz uni salafan deb nomlaysizmi? Ha, selofan deb bitta olasiz tashlaysiz ketadi. Mana shular bor endi deylik. Shularga bordi-da bolangiz birinchi o'rinni oldi. Va, birinchi o'rinni oldi. Xursand bo'lib yurdi. Shishdi. Lekin rostdan ham bola birinchi o'rinligini yo'qmi? Hech kim bilmaydi. O'qituvchisi biladi, lekin aytsa nima bo'ladi? Ana otam ne qo'lini yuvib keladi. Bolam, kimsan meni bolam? Men bunaqa edi, sen bunaqa deyapsan deydi. Aytsangiz xafa bo'ladi. Lekin aytmasangiz, ertaga bola xafa bo'ladi. Lekin bola xafa bo'lganini o'zi bilmaydi. Jamiyat biladi. Ya'ni jamiyat sezib qoladi. Bola xato qaror chiqaradi. Bola xato qonunlarni ishlab chiqadi. Ovoz berishda ishtirok etadi. Kimnidir uyi o'g'irlangan bo'lsa, burchakda pastga qarab o'tiradi. Bularning hammasi boshlanish nuqtasi o'sha boshida do'stlik qilmayman, do'stlik qilaman deb aytmaganimiz bo'ladi. Natija nima bo'ladi oxirida desa, keyin aytamiz biz. Nega biznikilar olib chiqa olmayapti deymiz. Nega shashti yo'q deymiz. Nega o'sha g'urur bilan keta olmaydi deymiz. Chunki nuqta u yoqda turibdi. Xo'p, hozir o'zgartira olmaymizmi? O'zgartirsa bo'ladi. Qanaqa qilib o'zgartira olmaymiz yo'q, qanaqa qilib o'zgartiramiz? Yana o'sha narsaga qaytib kelamiz. Bobomni holatini kutishdan ko'ra bolamni holatini to'g'rilashim oson deydi-ku. Lekin shuni teskarisi bor. Boboni oldiga yetib qo'yish kerak ana kichkina. Xudo rahmatli buvom traktorchi bo'lgan men. Zamonni zayli bilan o'zini uyida o'zi uni qilib xizmatkor qo'yishgan o'sha paytda endi quloqda. Lekin shu traktorchi bo'lsalar ham 4 o'g'li bir dona 4 tok ko'rsa uyga kirgizmagan.
Misol uchun men hozir farzandim bor ikkita. Sal anaviroq tursam, qattiqroq tursam, yuragim bir cheti jizillab qoladi. Non bermaskan ekanlar, non bermaganlar, uyga kirgizmaganlar. Va esimda men bir kun turganda mahmadonalik qilganman-da, rosa aqllilik qilganman. Shunga qaraganda esingga yigir degan hali bunga ko'p gap bor senga degan. Esingda yigir degani shu xato narsani aytyapsan deganday qilishgan. Bizdagi hozirgi holatdagi nima desa, mana shu so'zni yuqoriga olib chiqish uchun pastda sal qattiqroq narsa kerak. Biz oppog'im mana Omonjon she'rida bor adashmasam. Qo'chqor desa xursand bo'lar xalqim deydi-yu. Shunga o'xshagan holatni qilmasligimiz kerak edi. To'g'risini aytib qo'ya qolish kerak. Ana og'rig'ini bittada boshida kechirsin. Bir sira katastrofa bo'lsin mayli. Bitta shok terapiya bo'lsin madaniyatimizda, tariximizda. Bitta yurak to'xtasin. Yurak to'xtash azobi qanaqa bo'lishini bitta ko'rsin va undan keyin ikkinchi marta to'xtamasligi uchun harakat bo'ladi. Bizni tariximizdagi umumiy holatdagi jarayonni bilmayman nimasini to'g'irlash kerak, nimasini o'zgartirish kerak. Hech qaysini teginish shart emasdir balki. Bitta narsasini to'g'irlamasak agar. Muallim darsga kirayotgan vaqti, o'qituvchi darsga kirayotgan vaqti shunday eshikdan kirganda o'tmishini unutib yuborib, eshikdan chiqishini ham unutib yubora olmasa, bu davom etaveradi. Nimaga bunaqa deyapman? Eshikdan kirguncha bo'lgan joyi uni hayoti edi. Hayotida orqasida hammasida kim nimalardirning yuki, aytma, qilma, dema, palon emas, piston emas, pul, uy, mashina, joy, nimadir bordir. Kirdi, unutib kirish kerak. Chiqayotgan vaqtini ham o'ylamasligi kerak. Hozir buni aytib qo'ydim, chiqayotganda nima bo'ladi, bunday deb qo'ydim, chiqqanda nima deydi, men bu haqda gapirib qo'ydim, chiqqanda nima deydi, men bunaqa gapirib qo'ydim-ku, nima deydi, bo'ldi. Ishoning, o'sha 45 daqiqada hech narsa bo'lmaydi agar shu ikkalasini unuta olmasa. Kirganidagi jarayon, eshikdan shunday eshikni ochib kirdimi ustoz, kirgan vaqtidagi o'zini buyog'idagini hammasini tashab, 45 daqiqa bu yerda yashab, chiqayotganida nima bo'lishini o'ylamasa, darsda anavi bolaga o'sha daxldorlikni ham, o'sha ruhiyatni ham bera oladi. Bera olmasligining katta ehtimoli mana shu eshiklarni xavfsiz emasligi. Shu eshikni xavfsiz qilib berish kerak. Buni kim qiladi desa, hukumat o'laroq balki tepa qilar, balki o'zimiz qilarmiz, balki kimdir maktab ochayotgan bo'lsa shu qilib berar. Buni shuni ta'minlab berilgandan keyin ana ustozda erkinlik bo'lsa, ustoz ruhiyat ko'chira olishni boshlaydi. Bu narsani tushunmaydigan odam yo'q. Hozir men aytgan dardni mendan boshqa 100 mingta ustozda ham bo'lsa kerak. Tarixchilar. Hammasida bo'lsa kerak. Lekin nimaga shuni qilmaydi deydigan bo'lsa, eshikdan kirayotgan vaqtda o'ylab qo'yishi mumkin. Yoki chiqayotgan vaqtini o'ylashi mumkin. Shu eshik bilan hal qilib qo'ysak, menimcha qolgani o'tib ketaveradi yana deyman. Shan bilan g'ururni, vatanni sevish bilan shuurni, ichkaridagi faxrni, tuyg'uni uyg'otish uchun katta narsa kerak emas. Vyetnamning tarixi bormi? Lekin shu Vyetnamni qilgan ishini misol uchun bitta ikkita mamlakat qila olmaydi. Qanchalik qarshi qilib tura oldi. Nimani hisobiga turdi ular desa, mana o'tmishdagi kuchi va boshqasi uchunmi? Siz osmondagi bolalarni xor qilishsa, farzandingizda bo'lsa agar, ko'zingizni yumib bir chekkada turasizmi? Yo'q. Nimaga? Chunki buni siz o'stirdingiz. Masalan, menda umumiy qoida bor. Xato bo'lsa tan olaman va to'g'rilayman deyman. Xato bo'lishi mumkin, men ham mumkin deyman. Lekin to'g'rilayman deyman, va uni tan olaman deyman. Mana shu narsani bu yoqqa ham tushirish kerak-da. Har doim mana endi kimlarga qolaversin bir so'raganmiz-da. Nimaga kostyum buruk, oq ko'ylak, galstukda o'tirishimiz kerak deganmiz-da. Chetdan bizga ko'p mehmon keladi degan. Har kuni palon keladi, piston keladi. Men o'zim farzandlarimni xunuk ko'rsata olmayman deganda. Tepadagi yondashuv, tepa deganda endi biz o'qiydigan dargohda aytyapman. Qayerda bo'lsa ham. O'shani aytgan yondashuv. Men nima deb fikrlashim kerak? Ular menga aniq signal aytyapti-ku. Seni men qabul qilishim uchun deyapti. Galstukingni taq, ko'ylagingni taq, to'g'ri o'tirgin dedi. Mendan talab qilinayotgan narsani aniq aytdi. Ustozim kelib, bittasi kelib, men sendan boshqa narsa so'rayman desa, men ham o'sha narsani qilib beraman. Ustoz shunday pastga tushsa-da, o'quvchiga borib aytsa, men sendan bugun siz yomon ko'raman yerlarda deysiz. Tarixdagi xronologiyani 1700 dan 1800 yilgacha yodlab kelasan O'zbekiston tarixidan desa, boladan so'rayotgan narsasi nima edi? Unutilishi aniq bo'lgan xotira edi. O'shani beradi. Yoki men sendan 17-asrdagi dardingni yozib ket desam, men odatda shunday qilardim, dars o'tganimda 3 ta savol yozardim. Birinchisida o'zi ishtirok etadi, ikkinchisida o'zga ishtirok etadi, uchinchisida esa ikkalasidan tepasida turadi. Qaysidir obraz bo'lib qoldingiz, qaysidir obrazni o'rnidasiz
va ikkalasida obrazlar ikkalasi to'qnashib qoladi. Bundagi xulosa nima beradi desa, tarixning ichidagi turganingizdagi azobni holatini so'rasangiz, u sizga so'ragan narsangiz beradimi? Bu yerda ham shunaqa. Vatandan sevgini so'rash kerak emas. Bir moda bo'lganda endi mening fikrim bu. Onangizga sevishingizni ayting deydi. Balki kimdir aytar har doim. Men qo'shilarman, mayli yaxshidir. Lekin ishoning, bu so'z shunaqa bo'lishi kerakki, aytganingizda oyog'ingizni, tirnog'ingizni uchidan boshlanish kerak, qaltiroq. Tilingizda yetib kelganda tutilib qolish kerak. Chiqmaslik kerak. Men ayta olmayman misol uchun. Aytgim keladi-da. Shuni boraman. Ona buni. Onam 8 ta tishi bo'lmagan. 8 ta tishi bo'lmagan. Nimaga qo'ymagan desa, akam institut o'qigan, turadi, ikkinchi tayyorlanyapti. Men ham repetitor tayyorlanyapman. 3 ta tayyorlanyapmiz. Endi topish o'rtamiyona bo'lganmiz. Lekin 8 ta tish qo'yish ancha pul bo'lgan. Qo'rqaman degan menga. Men so'raganman, nega tish qo'ymaysiz? Ona desam, qo'rqaman olam degan. Men hozir mana ko'rib turibman, qo'rqmas ekan tish qo'ydilar. Bemalol qo'yar ekan. Xo'p, bu mana shu bir dona tish juda katta narsa-da. Endi o'sha tishni hurmatini his qila olib ayta olish uchun bilmayman qanchalik anavi kuch kerak, matonat kerak. Vatanda shunaqa bo'lish kerak deyman. Bitta vatan haqida she'r aytib bering desa, "O, ona vatan, onajon, o'lkam, tuprog'ingga poyandoz boshim" deb boshlab qolsangiz boshqa u. Lekin haqiqatan ham shuni his qilishingiz boshqa. Buni qanaqa his qilasiz desa, o'sha vatanning bir tuprog'ini sizga ham berish kerak. Soddaroq qilib aytsa, shu ona nimaga 8 ta tishini qo'ymagan desa, meni kelajagim uchun qo'ymagan. Vatanam ertaga nimaga ana 8 ta tishini qo'ymadi desa, meni kelajagim uchun qo'ymagan desa, men ham uni kelajagi, o'tmishi, buguni uchun turib beraveraman. Bu xuddi manfaatga o'xshab ko'rinib qoladi. Menga hozir aytsa aytmasa turib beraveraman. Lekin pastdagi bolaga biz shunaqa davrga kelib qoldikki, tushuntira olishimiz uchun bir nimani ko'rsatishimiz kerak ular. Siz mana bunga mehringizni berdingiz, umringizni berdingiz, rizqingizni berdingiz, ko'zingiz nurini bergandirsiz, bilmayman nima bo'lgan bo'lsa ham. Siz hayotingizdan energiyangizni sarfladingiz. Natijada qaysidir maqomga keldi va endi bu uchun turib berasiz. Bola ham xuddi shu narsani kutishadi ko'pincha. U yoqdagi narsaga ham men ishonaman. Juda qattiq ishonaman. 2 kun oldin Rahim School chetga o'quvchilarni kirgizadi ko'proq. Va o'sha ketgan o'quvchilarimiz bilan Google Meet'da yig'ildik bitta. Aniqrog'i ular tashabbusi. Meni mana o'sha kuni tug'ilgan kunim. Odatda mana bunaqa nishonlash sanosi yo'q-ku, eslash bo'ldi. Eslashda nima bo'ldi desa, hammasi o'tirib gapirmoqchi bo'ldi. Bittasi umuman hech narsa demadi. Odatda ko'p gapiradigan. Hayron qoldim nimaga deganda. Shularning hammasini ichida qaytish borda. Yozibdi. Bir dunyo qilib. O'qiganimcha bo'larim bo'ldi. Yozgani ichidagi bitta narsasi bor, uni mana yuragingizni mana junbushga keltirib yuboradi. Menga iliqlik yetishmayapti deb yozibdi. Nima u iliqlik deb o'ylab ko'rsangiz, men zo'r joyda yashayapman, zo'r joyda turibman, yaxshi yeyapman, lekin iliqlik yetishmayapti. Atrof sovuqqa o'xshaydi deydi. Qanday u atrof sovuq bo'ladi? Nima iliqlik bor? Mana shu nomni vatan deb qo'ydim. Mana o'sha iliqlikka iliqlik yozdim, terak qo'ydim, vatan deb qaytib yozdim. Uni ham nomi o'shanaqadir. U uchun iliqlikdir vatanning nomi. Kim uchundir boshqa narsadir. Agar shu har bitta odamning ichidagi mana marvaritini topsak, vatanni, menimcha siz aytgan narsa ham bo'lsa kerak keyin. Muallimlik mazza, dars berish, ustoz bo'lish, o'zgacha zavqi bor. Energiyangiz ko'payadi. Ota-onalarga aytgan bo'lardim-da. Ertaga farzandingizni kim qilmoqchi bo'lishingizdan qat'iy nazar. Balki shifokor bo'lar kelajakda, balki muallim, balki yurist, balki dasturchi, balki harbiy. Istalgan bir shaxs, istalgan bir yosh yigit va qizlar vatan tarixini bilish kerak. Millatining tarixini, vatanining tarixini va dinining tarixini bilish kerak deb hisoblayman. Mana shu tarixlardan insonda o'sha shuurlar paydo bo'ladi. Har qanday soha vakili bo'lishidan qat'iy nazar tarixni bilsin-da, fidoyi bo'ladi. Men shunday deb o'ylayman. Tarixga juda katta narsalar bog'liq. O'sha uchun ham ana Amerikada majburiy fanlarga qarasangiz, Amerika tarixi majburiy bo'lardi.
Majburiy turadi. Mana Rossiyada ham hozir xohlasangiz, xohlamasangiz tarix majburiy. Imtihon topshirtirishadi, hatto fuqarolik qabul qildirishni xohlasa, tarixda imtihon topshirishadi ba'zi bir mamlakatlar. Chuqur kirmasligi kerak bo'lgan bitta nuqtasi bor xolos. Tarixni agar qiyomi haqida gap ketsa, maza. Lekin qaynashi haqida gap ketsa, unda ta'xir bo'ladi. Bu qiyomi bilan qaynashi nima desa, tarixni agar qaynataversak, natsist paydo bo'ladi odat bo'yicha. Buni badali birdan ko'rinmaydi, lekin ohistalik bilan o'sib chiqadi. Gitlerni eng yaxshi ko'rgan fani tarix bo'lgan. Eng yaxshi ko'rgan ustozi tarixchi bo'lgan, tarix ustozi bo'lgan. Va u qaynatilgan paytida iste'mol qilgan. Qaynatib turgan paytda iste'mol qilgan. Qaynatgan vaqtda ta'xiri bo'ladi. Va ana shu ta'xirni atrofga sochadiki, qiyomini oldirish uchun nima qilish kerak desa, ustoz darsni tarixda mayli o'tsin aytsin, lekin oxirida bo'rtib chiqqan vaqtda sussin-da, qo'ysin. Lekin qaynab turib, buqurib turgan vaqtda, mana ruhiyatini o'ynab turib, qani o'sha vaqtda Timur, qani hozir Bobur deb turib tursangizda, bu yaxshi ma'noda aytyapsiz-ku. Lekin ana bu bola qani degan so'zni oladi. Boburni unutib yuboradi. Timurni unutib yuboradi. Qani degan so'zni oladi va natijada ertaga keyin shunday chiqadi-da, qani boshqalar, bu kim deydi. Men kim deydi. Buni oxiri nimaga olib boradi desa, bu mendan pasidi deydi. Va bu ilmni ko'taradimi, tushiradimi desa, bu xarob bo'ladi. O'sha uchun suzayotgan vaqtiga o'ta ehtiyot bo'lish kerak-da. Bersin ana uni. Hamma ana shijoatni ham bersin, reaksiyani ham bersin, lekin oxiridagi qiyomigacha kutsin-da. Ko'p gapirib qo'ydim. Zo'r bo'lyapti. Menga alohida Toshkentga kelish qiyinchiliklari degan savol bo'libdi. Toshkentga kelishingiz qiyinchilik bilan bo'lganmi? Ha. Aytib bering. Nahotki odam Toshkentga kelish uchun qiynalsa? Toshkentga kelganda qaytib kelgan birinchi. Qaytib ketgim kelgan. Sabab? Begonada tuyulgan. Juda shoshib yurishgan hamma. Hozir balki o'zim ham shoshib yurganim ham uncha bilinmaydi. Lekin Toshkentda haqiqatan hamma shoshiladi. Shoshib yurganda tuyulgan. Lekin o'tirib eshitadigan odam yo'qday tuyulgan. Va men his qilmoqchi bo'lgan narsamni kim bilandir bo'lishim unga zarar berishini tushunganman. Men ko'tarib yurgan hissiyotni kimgadir aytishim unga zararday, u qochyapti deb his qilganman. Qishloqlarda bilasiz, unaqa emas. Shaharda ham katta bo'lganman, qishloqda ham katta bo'lganman. Yozgi ta'tillarda doim qishloqqa olib ketishgan, lekin bir odamga bemalol xohlagan narsangizni aytsangiz bo'laydi. Hissiyotingizni aytsangiz bo'laydi. Bu hissiyot o'sha joyda ko'milaydi. Va bu hissiyotni to'xtab, bu nimaga bunaqa dedi degan fikrim bo'lmasdi. Kelishdagi og'irlik nimada desa, o'qish jarayonida kirish qiyin bo'lgan o'qishga. Yo'l uzoq bo'lgan. Bosib o'tilish kerak bo'lgan manzil ham ancha uzoq bo'lgan. Va kelishimda egoimni yutib o'tishim kerak bo'lgan. Yurist bo'laman degan qat'iy talab bo'lgan. O'zingizdanmi yoki? Menda. Ha, yurist bo'lmoqchi bo'lgansiz boshida. Men xayolimda o'ylagan bitta narsa bo'lgan. Adolatsizlikka kurashish uchun o'shani ichida bo'lish kerak degan. O'sha qaynaydigan qozonning ichida bo'lsam, o'sha qozonni bekitishim oson bo'ladi deganman-da. Ya'ni qancha adolatsizlik bo'lsa ham chidab berib ishlayman degansiz. O'sha adolatsizlikni o'sha yerda tuzatish kerak deganman. Yeringni tuzatmoqchi bo'lsangiz, uni igna bilan qozishingiz kerak edi. Olib chiqishingiz kerak. Siyosatchilar qanaqa o'ylashini tushunib oldim hozir. Nima bo'ldi desa, meni yuragim unga tayyor emas ekan, rost aytsam. Meni joyim emas ekan. Men u yerda o'qiy olmas ekanman. Men bu kasbni egallay olmas ekanman. Nimaga desa, birinchidan men o'ta emotsionalman. Siz yig'lab tursangiz, uzoq bir 3 minut turdi. Qo'shilib baribir bitta ikkita tonki tushadi. Kimdir uchun kuchsizlik, kim uchundir balki kuchdir. Hozir misol uchun ko'p ham emotsiya ochmayman. Odatda shu uchun ham shoir tabiatdirman. Juda ko'p she'r aytaveraman. Va qayerdan kelishini bilmayman, lekin qayerga ketishini bilaman. She'rlar menga ham yoqadi. Bu yaxshi. She'r deganda odatda Xayrullo aka Hamidov, Muhammad Yusuf she'rlari rostdan yoqadi. Yuragidan ketavergan. Ya'ni o'ta haqchil. To'g'ri, ba'zilar aytadi endi Erkin Vohidov she'rlari chin yurakdan yoqadi. O'qiganimda ham nimalar his qilasiz, yurakdan yurakka yetib boradi. Yurakdan chiqqan narsa yurakka boradi.
Qalbdan chiqqan qalbga boradi. Yaqinda bolalar diktofon sovg'a qilishdi-da. Aha. Men darsda albatta o'tsam, bitta she'r ichida ketadi. O'zingiz yozgan she'rmi yoki? Ha, Xudoni yuqtirgani bor. Aha. Lekin bitta hikmati bor. Bilmayman nimaga bunaqa. Men shunday o'tirsam, yozolmayman. Yozolmayman. Men bugun qasd qilib hozir yozaman desam, yozolmayman. Sababi bor buni. Men o'zim bilaman, o'zimcha Aha. taxmin qilaman. Lekin yozolmayman. Lekin mana aytayotgan vaqtimda tarix ichi to'la dardda. Shu eng dardli nuqtasiga kelganda qayerdandir she'r keladi-da. O'sha she'rni aniq aytaman. Lekin yozmayman ham, yoza olmayman hamda. Va ko'pi shu uchun qayerga ketishini bilaman degan bolalarning qalbiga ketadi. Aniq bilaman qayerga ketishini, lekin qayerdan kelishini bilmayman rostdan. Lekin aytaman. Shunda hazillashib aytardim-da. Ayolim ko'p aytardi, diktofon berishim kerak sizga. Nimaga desa, keyin men yozib yurardim, sekin kitob bo'lardi-da. Men aytaman, uni egasi men emasman-ku. Demak, uni yozish hozir kerak emas ekanda. Yozishda xayr bo'lmagan bo'lsa kerak-da. Eshitadiganlarga xayr bordir-da. Agar men hozir uni yozsam, unda nima kelishi balki dargumondir, shuning uchun tushmas. Qog'ozga kelganda ololmayman o'sha narsani. Lekin o'sha she'rni aniq aytadigan joyini bilaman. Bu meniki emas bu she'r. Lekin birovdan ham o'qimayman, birovdan ham olmayman, kelib qoladi. O'sha uchun kelish nuqtasi shu. Ajab, men darslar paytida o'zi avtomatik kelar she'r. Ha, meni bitta rejalashtira olmagan narsam shu darsda. Men darsimda bir kun hammasini bunday sxemasini chizib chiqaman. 74 ta misol uchun umumiy olganda o'quvchim kirsam, har bitta o'quvchining ismini yozaman, xarakterini yozaman, qanaqa kamchiligi bo'lsa yozaman, qanaqa podxod qildimmi, unga bir nima tushuntirdim, og'ringan bo'lsa shu joyda bunaqa gapirmay ekan, og'rinar ekan deyman. Keyin o'shaning ustiga sxema tuzib chiqaman, gapiraman, dars o'taman, lekin mana shu narsani rejalashtira olmayman hech qachon va shuni rejalashtira olmadim ham. Bolalarga yoqqan eng yaxshi she'rlaringizni aytib bering. Ayta olmayman, esimda yo'q desam. Umuman birorta esingizda qolmagan. Bolalardan so'rash kerak. Esimda bittasi bor, telefonda anaga yozib qo'yganman. Mayli, o'qib bering shuni. Menga she'r eshitish yoqadi juda ham. O'ylama shimoldan do'st kelar deb. Kelsada beminnat, beg'araz bo'lmas. O'zini katta deb bilgan odamdan nasib qilariga nasiba qolmas. Bizga berilgani faqat ukalik, tarix guvoh-ku unday damlarga. O'tmishni aylaydi ular soxtalik. Topolmaysan hatto nasling nasabing. Topganing paxta yokida xastalik. Seni bandi qilgan yolg'on ro'yolar, sharqdan biror do'st qilma xayollar. Ko'rdik-ku axir sog'uniy elin, darbadar ayladi qoldi fig'onlar. Turk eding, turk bo'lib birlashgan xalqim, yalinma o'risvoy hatto chillarga. Markazsan, markazga jam bo'lolsang gar, o'zlari keladi salom bermoqqa. Tushirib qola olganim edi. Birlashish haqida she'r ekan bu. Ha. Degan zo'r she'r ekan. O'sha qolganida aytgim keladi, yozgim keladi. Buni yozilish kerak bo'lgandir, balki shunga tushgandir. Markaz dedingiz-ku. Bu yaxshi g'oyada, bu ezgu g'oya. Bu ezgu g'oya. Birlashish g'oyasi har doim eng yaxshisi bo'lgan. Ayniqsa turkiylar birlashishi. Men kelajakda o'ylayman, hozir ancha integratsiya bo'ldi-ku. Kelajakda bir-birimizga ID karta bilan boradigan, hatto o'zaro umumiy vizalarni ham birlashtirib olsak kerak deb o'ylayman. Shu zamonlar keladi. Sekin-sekin o'tyapmiz-da. Sekin-sekin o'tyapmiz. Muhimi birinchi ana uni qo'yishida. Ya'ni siz bir umr yonimda turasiz-ku, qo'shnimsiz, men eshigingiz taqiladi, bir marta xabar olmaganman va sizdan qo'rqib yashayman. Gaplashib ko'rdim, yaxshi inson ekansiz. Hozir hech bo'lmasa mana shu bo'ldi-da. Men gaplashib ko'rdim, yaxshi inson ekansiz. Demak, endi gaplashib ko'rdim, yaxshi inson ekansiz, endi men chaqiraman marakalarga. Endi chaqiraman hashamlarga. Endi bordi keldi qilaman. Keyin sekin-sekin bo'laveradi-da, ana bor tovog'im kel tovog'im bilan paydo bo'ladi. Birinchi qadam muhim edi. Yaxshi odam ekanligi uchun eshikni bir taqillatib ko'rish kerak edi. O'sha qo'rquvni qo'pol qilib aytganda sindirish kerak edi. Menimcha sindirib oldik. Hozir alifboni birlashtirish haqida ham fikrlar ketyapti. Bu ham integratsiyani osonlashtiradi. Bu eng katta kuch. Mana o'sha uchun cho'lponlar o'sha alifboni yaratgan vaqtdagini hammani yig'di Turkiya xalqlarida. Qizig'i biz o'zimiz o'tmadik, lekin turklarda o'tdi, ozarbayjonliklar o'tib ketdi misol uchun. Hozirgi turklarning alifbosidagi holat bizni alifbomiz bilan yaqin va biz ham bir kun baribir qaytsak kerak va bu foyda bo'lsa kerak. Boshdagi hozir bir qanchadir muddat yildagi ziyonni ko'zlab ko'pchilik risk qilmayotgan bo'lishi mumkindir, lekin biz qancha ziyonlarni hisobga olmasdan risk qildik. Uzoq kelajak uchun foydali. Ha, va o'sha uchun yurish kerak. Yurish kerak. Millat birlashishi qanday ham go'zal ish.
Ha. Va uni ko'rish undan ham zo'r ish. Va eng qizig'i birlashsak faqat yutamiz. Hamma yutadi. Hamma yutadi, hamma yutadi. Hamma yutadi. Chunki mana birida bo'lgan kuch, ikkinchisida boshqa tomondan namoyon bo'lganda, bizda joylashuvimiz ham, holatimiz ham, tabiiy boyliklarning sochilishi ham juda go'zal tushganda. Yoki juda go'zal qo'shtirnoqchida bo'lingan. Shu odam tomonidan bo'lishdi-yu. Odam birlashtira oladi-da. Shunaqa. Yevropaga 3 marta borganman. Aha. Germaniya bilan Avstriyaga o'tish joyi bor. Ya umuman bir-biriga ko'p o'tdim, lekin mahallalar ichidan o'tgan joy bor. Hech narsa bilinmaydi. Faqatgina bitta Yevropa ittifoqining belgisi, Germaniyadan chiqib ketganingiz haqidagi belgi, yana Yevropa ittifoqining belgisi, Avstriyaga kirganingiz haqidagi belgi va SMS-da mana shu nima ro'ming o'zgarganligi haqidagi SMS bo'ldi. Birinchi marta o'tganimda Jiz qildim. tushunmadim dedim-da. Hozir men boshqa davlatga o'tdimmi dedim. Na chegara bo'lmasa, hech narsa bo'lmasa, qanday qilib? Birinchi ishonmadim. Keyin qarasam, nimalar o'zgargan, bayroqlar o'zgaryapti, narx-navo o'zgaryapti. Biroq oddiy narsani aytaman, soliq siyosati boshqacha-ku bir-biri bilan. Germaniyada biroz qimmatroq ekan benzin, Avstriyada arzonroq ekan. Oziq-ovqatlar ham xuddi shunaqa ekan. Bir-biriga o'tib yurar ekan hammasi. Germaniyalik Avstriyaga o'tib oziq-ovqat qilar ekan yoki Avstriyalik Germaniyada nimada arzonroq bo'lsa, unga o'tar ekan. Va bu odatiy jarayon ekan. Ikkalasini ham boyitadi. Ha, ikkalasini ham boyitadi. Ikkalasini ham rivojlantiradi shuni hisobiga. Turistlar uchun ham zo'r. Ya'ni Schengen zonasi shuning uchun rivojlanib ketdi yoki Yevropa ittifoqining o'zi birlashgan. Ya'ni aslida bo'lmasa bir-biriga o'ta dushman edi ikkitasi. Fransiya bilan Germaniya. xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Tarixda necha yuz yillik urushlar bo'lgan bo'lsa, hammasida shu ikkalasini qo'li bordi. Ya'ni lekin qila olishdi. Men aytadiganim bitta bor, ana tumanlar o'rtasidagi postlar bo'laydi-yu. Mana yo'q u hozir. Men aytaman-da, mana shuni qila oldi-ku. Ha. Aka vodiydan kelishchi aka. Endi men o'zim vodiylikman-ku. Pasportingiz bo'lmasa, siz vodiydan postdan o'tolmagansiz. Pervalda postdan o'tolmayman, pasportingiz bo'lmasa. Ikki tarafga o'tolmagansiz. Bu yoqqa ham yo'q. Yalinasimi, boshqa narsa qilasizmi, foydasi yo'q. 1865-yilda islohot qiladi yaponlarda. Musihito bilan nomi bilan boshlangan islohotda birinchi qilgan ishi yo'l poyloqchilik markazlarini tugatish bo'lgan. Mana har bitta knyazlikdan, endi tumandan deylik, tumanga o'tayotgan vaqtda ularda poyloqchilik markazlari turgan. Biz post degan desak, shunaqa soddaroq bo'ladi. O'sha postlarni tugatgan birinchi. Nimaga desa, yoqdagi savdo bu tarafga qarab yursin, yoqdagi odam bu tarafga ham borib ishlasin-da. Va mana shu narsa nimani beradi desa, birlikni beradi-da. Men yoqda men vohaman, men bu taraf vodiyman, men bu tarafda misol uchun vodiyman yoki bu bilan yashagandan ko'ra men bittaman degan so'zni aytish uchun o'sha kerak edi. Hozir muhimi mana shu narsa shakllangandan keyin endi u yuqori nuqta. Davlatlar o'rtasidagi bir millat bo'lib turganlarniki. Menimcha unga ham yetib boramizda. Bunisini qildik. Johir aka, siz avvalo muallimsiz. Hozir to'g'ri rahbar ekansiz, direktorsiz, lekin avvalo muallimsiz deb o'ylayman, chunki o'zingizam aytdingiz, biror ustoz kim yo'q bo'lsa men xursand bo'lib darsga kiraman dedingiz-ku. Birinchi marta shunaqa direktor deb eshitdim. Endi bu nima uchun desa, ta'limni yaxshi ko'rganingiz uchun-da. Ta'limni yaxshi ko'rganingiz uchun. Men Rahim Schoolda ta'limga qanaqa yondashishni ham bilaman. Juda hurmat qilaman. Sodiq School, Jahon School, Rahim School loyihalarini Aziz aka ta'limda ancha yillardan beri bor odam va menejmentda bilinadi bu narsa. Sizlarda ta'limga qanaqa jon ko'ktirishinglarda ham xabarim bor. O'quvchi uchun ustoz kim? Mana o'quvchi uchun ustoz kim bo'lishi kerak? Ya'ni bilasizmi, hozir xususiylarda o'qishayotganda, davlatda o'qiyotganda, lekin ustoz deganda o'quvchi kimni ko'z oldiga olib kelish kerak? Yaqinda bir ustozimiz so'raganda aytdim, shuni aytaraman qaytarib. Ustoz vazifasi tushuntirish emas, tushunish. O'quvchining ko'zini oldida ustoz deganda kim kelsa, tushunadigan odam kelsin. Chunki tushuntiradigan odam biz bo'lishimiz kerak emas, biz tushuntira olmaymiz. Kim tushuntira oladi desa, mana boya bir misol aytdik buni. Qancha yuqoriga chiqaversak, kartina aniq ko'rinaveradi. Tushuntirish Allohga xos. So'z bilan, imo bilan, ishora bilan yoki bir kimnidir gapi bilandir bizga tushuntirib qo'yaveradi. Bizning vazifamiz nima desa, biz tushunish. Ya'ni hayotdan ibrat olamiz baribir deysiz-da. Shunaqa, bizning vazifamiz tushunishda. O'quvchi oldingizga kelganda tushuntira olmaysiz. Shunday oldingizga kelib, hozir bolam, mana buni ichidagi narsani tushuntiraman desangiz, tushuntira olmaysiz. Nimaga? Chunki u bolani o'zi tushunishga muhtoj bo'lib turibdi. Tushunishga ehtiyoji bor odamga siz yana tushuntirishga harakat qilyapsiz. Uni tushunsangizgina nima bo'ladi? Qanaqa o'rgatamiz unda? Biz aytmoqchi bo'lgan narsa unga qanday yetib boradi desa, uni tushuning. Tushunayotgan vaqtingizda tushuntirmoqchi bo'lgan narsangizni kiritib keting ichiga.
Men hech qachon hech qaysi bolaga biror nimani tushuntirishga harakat qilmadim hozirgacha. Qilmayman ham. Birinchi qilayotgan ishim shu tushunish bo'ladi. Nimaga shunaqa qildi degan so'zni tushunish bor. Men doim aytaman ustoziga. O'quvchi bo'lganingni unutma ustoz deyman. 6-sinf bo'lgan paytingni unutma ustoz deyman. 8-sinf bo'lgan payt biz hozir kattamizda, biz ko'p narsani ko'rib qo'ydik-da. Hozir aytayotgan buni qilig'ini ko'rib turib, bunaqa bo'lmaydi-ku deymiz. Ha, buni men ham qila olaman. Hozirgi ongimiz agar shu bolada bersa, u ham shu ishni qila olardi. Hozirgi tajribamizni shu bolaga berib qo'ysa, u ham qila olardi. Lekin bunda o'sha tajriba yo'q, o'sha ong yo'q hozir. Nima qilish kerak desa, uni tushunish kerak. Xo'p, tushunishni o'zi yetadimi desa, rostdan yetadi. Chunki hozir atrofga bitta qarang, shunaqa avlod ketib boryapti, mediani ichiga qarab. Ulardan faqat so'raydigan narsa kel degan signal. Men marketing bilan kel deyman, palon marketing bilan kel deydi, piston reklama bilan kel deydi. Hamma chaqiryapti. Hammani oldiga boryapti. Natijada unda o'zini ichki qarorida bo'shliq bor. Uni tushunadigan, eshitadigan odam kerak. O'shani tushuna olsangiz, keyin aytasiz unga. Mana bu tarafga borma, bundan u yo'q. O'qituvchining vazifasi yo'lni ko'rsatish emas. Yo'lda bo'ladigan qiyinchiliklarni ko'rsatish. O'qituvchining vazifasi manzilni aytish emas. Manzilga borishdagi muammolarni aytish. O'qituvchining vazifasi manzilgacha qo'ldan yetaklab olib borib qo'yish emas. Manzilga borayotgan vaqtidagi jarayonda nima uni orqaga qaytarish mumkinligini aytish. Shuni qilsa, menimcha, ana shu haqiqiy ustoz. O'sha o'quvchi nazdida ustoz kim bo'lish kerak desa, tushunadigan odam bo'lish kerak. Shu bilan yechimga boradi. Sharafli kasb ustozlik. Va o'zim ham istardimki, ustozlar, ta'lim beruvchilar bolalarni sevsin. Bolalarni yaxshi ko'rsin, ya'ni qilayotgan ishini faxrlansin. Bu juda katta ish, buyuk ish. Tasavvur qiling, siz bir insonga ta'lim beryapsiz. Kelajagida kim bo'lishini bilmaysiz, lekin u yuz minglab insonlar hayotini o'zgartirishi mumkin. Men hozirgacha menga ta'lim bergan bobom, buvimlar, ota-onam, ustozlarimga hozirgacha rahmat aytaman. Kimdir menga nimadir sovg'a berish shart emas. Shunchaki menga ota-onangga rahmat, ustozlaringga rahmat desa, mendan xursand odam bo'lmaydi. Chin dildan xursand bo'laman. Ya'ni u baxt, u sharaf deyman. Shuning uchun ham shuni nona deganda mana shu gapni, shu gap sizda hech qachon chiqib qo'yib yubormaydi-da. Hayotda ko'p burilish qilmoqchi bo'lganman-da o'zim uchun. Lekin har burilishda qaytargan narsa shu bo'lgan. Men mana bir kun umumiy tashlab ketmoqchi bo'lganman. Bir o'quvchini gapi o'qib qolgan. Bitta o'quvchini gapi o'qib qolgan. Siz bizga ishonamiz deysiz degan. Biz endi kimga ishonaylik degan. Yuzga tarsak urganga o'xshaydi-da. Keyin shunday qaytganman, hamma narsani yig'ishtirib, yana temadan masalani unutib, yana qaytib kelganman, yana qaytadan boshlaganman. Siz ta'sirchan odamman dedingiz. Oson ta'sirlantirishdi. Lekin baribir rahbarlar biroz bosiq bo'lishi kerak. Ha? Men yangi rahbarlikka tayinlanib qolgan odamlar ko'rsam, tezda qo'l ostiga odamni bitta xatosi uchun mushtlab olmoqchi bo'ladi-da. Men. Hamma amal ko'rsatib o'tasa, qo'l ostiga odam nimada xato qilsa o'shataman deydi. Mana bunaqa narsa bor. Rahbarlikdagi jarayonda mana rosti ustoz hamma joyda kerak. Bizda Rahim Schoolda Abdulloh degan bir yaxshi yigitimiz bor. Shuni bitta hurmat qiladigan joyim bor-da. Nimadir haqida muammo bo'lib qolsa men risk yotmayman. Fanimdan bo'lsa yoki sohamdan bo'lsa yoki ustozlikdan bo'lsa men aytib berishim mumkin. Lekin bu endi yangi-ku. Men qilgan xatoni badalini boshqalar to'lash shart emas-da. Telefon qilaman, so'rayman, lekin rosa boshida bezovta qildim. Hozir bitta anoga tushirib olganman. Xudoga shukr, nima deydi? Railsga tushirib olganman o'zim uchun. Lekin meni qiynaydigan bitta narsa bor. Shu bahona aytib olay. Ustozlar ko'rar. Ustoz, rahbar odam tartibni va qoidani ushlash kerak. Shunaqa iloji yo'q. Endi oldin qaysi o'quvchi haydalsa yo boshqa qilsa boshini silaganman-da. Men hozir buni qila olmayman-da. Endi baribir tizimga qo'yilgan nimadir bor. Va o'sha tizimni sizga ishonib topshirishdi-yu. Olish kerak. Men ustozlarga aytaman-da. Sizlar menga yaxshi ko'rinish uchun men aytgan qarorni to'g'ri deyish shart emas. O'quvchining qarorini to'g'ri deyish shart. Bir o'quvchi haydalsa, maktabdagi 70 ta o'qituvchi bo'lsa, 70 tasi rahbar oldiga kelish kerak. Nega haydayapsan? Agar mabodo 12 ta bola o'qitsa, 12 ta o'qituvchisi bo'lsa, 12 ta o'qituvchi kelish kerak. Shunga erishgan kuni ishoning, o'sha maktab ham zo'r bo'ladi, millat ham zo'r bo'ladi. Chunki siz bolangizni ko'chaga kimdir chiqarib yuborayotgan bo'lsa, xursand bo'lib, voy zo'r bo'ldi, qutuldik deydimi? U yomon bo'lsa ham sizni bolangiz-ku shu. G'irt rasvo bo'lsa ham shu sizni bolangiz-ku.
Siz uni ko'ra bila turib chiqarib yuboryapsiz-ku. Ana ustoz shunday kelsa-da, bu yo'q, men qabul qila olmayman. Nimaga? O'xshata olmasam, bu meni bolam-ku desam bo'ldi. Mana shunda o'zgaradi ko'p narsa. Men shu bahona aytib oldim. Zo'r. Johir aka, hozir aytib o'tdingiz, yuridik sohaga kirmoqchi bo'lganman dedingiz. Menga aytishlari bo'yicha bir vaqtlar prezident bo'lishni ham orzu qilgan ekansiz. Bo'lgan. Nega o'sha yuridik sohaga kirmoqchi bo'lgan odam yoki prezident bo'lishni orzu qilgan odam ta'lim sohasini tanladi? Mana bir o'zingiz nima qila olasiz? G'oyalaringiz, bo'shliqlaringiz bilan g'oyalarni ayta olasiz, eshitira olasiz, boshqa qilasiz. Men rostdan bir narsani buvam aytgan, bitta amakimni biz buva deymiz. Bir buvamning aytgan gapi bor. Sen yaxshi tushuntirasan degan. Seni tushunadigan odam bo'lmasa, atrofdagilar seni har doim begonadek his qiladi degan. Qisqa gapida, balki bu gap hozir eslaridan chiqib ketgan bo'lishi mumkin, lekin men esimdan chiqmaydi. Sen yaxshi tushuntirasan, atrofdagilar seni tushunmasa, seni begonadek his qilishadi. Shu so'zda men chiqargan bitta xulosa bor. Demak, men tushuntirishim kerak ekan degan. Boshida. Tushuntirishga boshlagan shu harakat qildim, hech kim tushunmadi. Ko'kragimni urib, adolatda rosa kurashganman-da, hech bo'lmadi. Keyin tushunib qoldim. Jushqillik paytida. Ha, keyin tushunib qoldim. Yo, men xato qilayotgan ekanman. Kimga nimani tushuntirishga harakat qilyapman? Asli tushunishim kerak ekan-ku dedim. Keyin eng zo'r tushunadigan joy qayer desa, men mana shu kichik nihollarni to'g'ri o'sishini ta'minlab bersam, meni prezident bo'lishim nima kerak bor? Aka. Men olganda agar yo'qda prezident bo'lish sizga maqom uchun kerak bo'lsa, unda xato tanlabman. Siz tarbiyalagan bolalar prezident bo'lsin. Ha, iloh. Kim bo'lsa ham yaxshi anov bo'lsin. Ya'ni aytaman, biz ta'limdamiz, ayniqsa odamlarning hayotini o'zgartiradigan, minglab insonlar hayotini o'zgartiradigan insonlar tarbiya qilishimiz mumkin-da. Va bu faxr. Va bu sharaf. Va bu burch. O'shani so'ngirsangiz yutasiz. Buni vaybini boshqa ana bu deydi-ku, so'z boshqa hech narsa bermaydi. To'g'ri. Rostdan bermaydi. Mana holda o'stirishdan ko'ra zavqli narsa yo'q. Ha. Yutug'ini finetda ko'rsangiz, sizda o'sha men o'quvchim degan olsangiz, yana umuman boshqa narsa bo'ladi. Men aytaman, ustoz o'quvchi, shogird ustoz tanlay olmaydi deyman-da. Ustoz shogird tanlaydi deyman. Ustoz tanladimi, shogird xohlamasa ham shunga baribir shogird bo'lib qoladi, o'zi bilmasa ham deyman-da. Nimaga desa, chunki ustoz aytayotgan vaqtda yurak qo'rini qo'shib gapirayotgan bo'ladi shu haqida. O'ylab gapirayotgan bo'ladi shuni. Fikrini ham, xayolini ham gapirayotgan bo'ladi. Natijada anovi o'quvchi xohlamasa ham bunga shogird bo'lib qoladi deyman-da. Va fikringizni kimdadir yashayotganligini his qilib yashash bu dunyoda sizning mavjudligingizni bir belgisida, tandan tashqari mavjudlik. Chunki bu dunyo o'lchamida to'g'ri o'lchamli bo'lsa, o'lchamsiz dunyoda faqatgina nima yo'q desa, vaqt yo'q deydi-yu. Vaqt hozir kimga ta'sir qiladi desa, tanaga, jasadga ta'sir qiladi. Lekin yashayotgan g'oyaga, fikrga ta'sir qilmaydi. Siz men ketishim mumkindir balki, lekin xayolingizdagi bir g'oya va bir fikr kimningdir xayolida, miyasida, odamlarda o'zgarish qilib yashayotgan bo'lsa, yaxshi tomonga, bu sizning mavjudligingizni belgisida. O'shani bir sira his qilsangiz, siz aytgandek, unda faxr bo'ladi. Ota-onalarga, ta'limdan tashqaridagi odamlarga bir gapni aytkim keladi-da. Mana o'zim Najot ta'lim loyihasini 8 yildan beri yuritaman. Bu yil 8-yilga qarab ketyapti. Robototexnika bo'yicha Robit loyihamiz bor. 12 ta filiali bo'ldi uni. Namanganda maktab ochdik. ETFX onlayn ta'lim platformamiz bor. Va ta'limdagi bitta muhim qoida, ta'limda muammo hech qachon tugamaydi. Nimaga? Chunki ta'lim beruvchi ham, ta'lim oluvchi ham, bu yerdagi insonlar hammasi inson. Hamma inson, ya'ni va insonda va har biri alohida shaxs. Har biri. Va bunaqa joylarda muammo bo'lishligi juda oddiy jarayon. Asosiy ta'lim tashkilotlarida muhim qoida ota-ona tarafdan e'tibor berishi, o'sha xatoni tan olinishi yoki o'sha kamchilikni ochiq aytilishi va uni ustida ishlanishligiga ishlayotganligini ko'rsatish. Ko'rsata olishi. Jarayonni ham ko'rsata olishi. Jarayonni ko'rsatishi va mana shu o'rinda ota-onaning o'zi ham yordam berishi kerak. Bu xususiy bo'lsin, bu davlat bo'lsin, ustoz bilan birga ota-ona ko'makchi bo'lishi kerak. Yana eng katta muammolardan bittasi bor-da ta'limda. Men aytaman, Najot ta'lim maktabiga kimdir bolasini bersa, agar maktab hammasini qilib beradi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu xato va buni farzandingiz bermang deyman. Toki ota-ona bizga yordamchi bo'lsin. Eng asosiy yordamchi bo'lsin. To'g'ri, biz bolani haqiqatan va agar xususiy maktab bolani vaqtini o'tkazadigan joy deb o'ylayotgan bo'lsa, bu xato. Juda katta xato.
va uning uchun pul sarflab o'tirmang. Ha, unga joy ko'p, qo'liga bitta telefon berib qo'ying bu. Ha, masalanda, lekin unaqa emas. Vaholanki biz nimani istaymiz ta'lim odamlari desa aytamanki, ota-ona bilan birga ishlashimiz kerak. Ota-ona, farzand va ta'lim tashkiloti birga harakat qilishlari kerak. Ya'ni bola bilan ishlash, bolani rivojlantirish uchun harakat qilish juda qiyin. Mana xususiylarda ham hatto muammo, yosh bolalar sigaret bilan qo'lga tushyapti. Men hayron qolaman, 6 sinf bola nomini qarang, nimadan siqilib kelaydirkan nomini. Siqilib kelish masalan. Qilib kelay. Ha. 6-sinfda. 6 sinf bola sen aytyapman-da, baraka topgin, nimaga siqilasan deyman-da. Qachon o'rgangansan? Keyin sekin gaplashib ko'rdim ba'zilar bilan-da, shunaqa chekik. Qayerda o'rganding? 3 yil oldin birinchi marta chekib ko'rganman deyapti-da. Hol 3 yil oldin. Ya'ni qancha yosh bo'lish kerak odam buning uchun deyman-da. 6 sinf, 7 sinf bolalar. Nafaqat endi bu xususiylarda qattiq turiladi bu narsaga. Vaholanki masalan vaziyat qat'iylashsa shartnoma bekor qilinadi. Shunaqa. Sizda ham bor, bizda ham bor, xuddi shunaqa. Bu qoidalar kiritilgan, shartnoma kiritilgan. Qayerdan deysizda, haligi ota-ona bor-ku, ba'zida ota-ona shokda tushib qolyapti-da. Yo'q, farzandim shunaqa qilyaptimi deyapti. Va farzandini xuddi shunaqa holatdaligini ota-ona bilolmayapti. U birinchi marta emas, eng qizig'i. Va shunga aytaman, qaysi vijdonsiz bunga sigaret sotdi ekan deyman-da. Odamda masalan vijdon qiynalishi kerak, to'ta bu kimga beryapman? O'zimni bolamga berarmidim deyish kerak-ku. Shunaqadan pul uchun vijdonni sotadigan kaslar borki, sotqinlar bor. Bitta narsa esimga tushib ketdi hozir aytganingizga. Rol model bor-ku. Hamma odamda simvol bor-da. Yo otani avtoritet qiladi, yo bir aktyorni avtoritet qiladi bola o'zi uchun, yo bir sportchini avtoritet qiladi o'zi uchun ma'lum bir muddatlarga. Mana shu narsalarni to'g'ri, noto'g'ri ko'rsatib tanlatib qo'yish xatosi bizda ko'p uchraydi. Bir kino aktyorni avtoritet qilib qo'yadi, bir kinodagi qahramonni avtoritet qilib qo'yadi. Men misol uchun ba'zi kinolarni bolalarni tushunish uchun ko'rganman. Nimaga desa, nimaga shunaqa qilar ekan bu degan ma'noda ko'rganman-da uni. Baribir yuqtirib qo'yadi. Misol uchun Qashqarlar makoni degan bir film bo'lgan. G'oyasi-yu, jarayoni-yu, ichidagi jarayonlardagi narsasida ezgulik bordir, harakatida yo'q. Shunaqa? Harakatida yo'q bo'lgan narsani ko'rsatib, mana maqsad ezgu bo'lsa vositani oqlaydi degan Machiavellini hukmdorida gapi bo'lgan shu bo'yicha ishlayapti-da. Bu nima degani? Sen nima qilsang qilgin, maqsading ezgu bo'lsa bo'ldi deyapti. Vositaga tupurib qo'ygin deyapti, qo'pol qilib aytganda. Shuni ko'rgandan keyin bola nafaqat o'zini o'zgartiryapti. Buni o'ziga simvol qilib yurgan po'latlar paydo bo'lyapti-da. Asadbek efirga chiqqan vaqtda shaytanat. E'tibor berib bir statistika ko'rsangiz ham bo'ladi. 2000-yillarda Asadbek ismi rosa ko'p bo'lgan. Tug'ilgan bolalarda. Simvolda, lekin nega Asad mana so'zini ma'nosiga ham qo'yib chiqish kerak. Shaytanatda nega aynan shu obraz? Bu yerda kinoning zalvoqli hissasi bor, asarni emasda. Yodgor Sa'diyevni ana mahorati bor bu yerda. Lekin bu yerda obrazning emasda. Obraz salbiy-ku. U obraz salbiy baribir provatda. Lekin shu salbiyni salbiy deb qabul qila olmayapmiz-da. Nimaga? Chunki avtoritet noto'g'ri berilyapti. Noto'g'ri avtoritetni qo'yapmiz. Va noto'g'ri mana Gollivud filmlarida o'g'rini qahramon qilib ko'rsatishadi. Natijada bolaga nima uzatyapsiz desa, "Og'ayni sen uddaburon bo'lgin, Shu strida bo'lgin, ha, zo'r bo'lasan." Navbatda shunday kirib olib tiqiladi, menga ham bering deganda bezni yoqib o'tiravergin, sen zo'r bo'lasan. Orqada qolgan 8 tasi turaversin. Keyin borganda bu bozor ko'rgan yigitda, bu zo'r yigit desin. Va bu vijdonsizlik bu. Mana shundan boshlanadi. Simvollarni qo'yib berayotgan narsamizda. Sen lallayib yuribsan, qara. Ammo buni qara. Ishini bitirib keladi 2 sekundda. Zo'r bo'ladi bu. Sen qara, o'tiribsan. Natijada biz beryapmiz-da rol. Ota-onani xatman bittaga qaydan o'rganib qoldi deymiz-ku. Ota dot deyapti, bola shunaqa bo'lganda. Dot deb o'zini aytib beryapti-da, qarasa o'zi dot deydigan holda-da. O'zini aytgan gapi dotda. Nimaga desa, men mana bunaqa qilganman, bunaqa bo'lgan, dabdala bo'lganman, ko'chada yurdim, bunaqa qildim, ko'cha bo'ldim deyapti, dot deyapti. Bolani ko'cha bo'lganiga dot deyapti keyin. Nega bir-biriga-ku? Siz bunaqa deyapsiz-da, men suv ham qo'ymagansiz, o'g'itlamagansiz ham, tagini ham og'darmagansiz, daraxtniki ko'karmaydi deb dot deysiz-da. Ya ko'karmaydi, qanaqa ko'karadi keyin? Ko'karmasning sababini qilib qo'yibsiz-ku. Bu jarayon ham xuddi shunga o'xshaydi. Vijdonsizlikda emas, rol modellarni biz menimcha adashtirib qo'ydik-da. Faqat ta'lim, tarbiya qilga o'xshagan narsada yo aqliga bog'liq qilib qo'yadi odamda. Ota-ona bolasi uchun ko'p qayg'uradi, lekin
O'sha joyda rol modellar to'g'irlab olish kerak ekanda. Shu striklik yoki birovni haqqini yeb qo'yish bu hali uddaburonlik emasda, siz aytgandek. Yoki juda ko'p men oddiy elektromobilda yuraman-da. Elektromobilda bitta muammo bor bilsangiz. Ovozi chiqmaydi-da. O'zi yaxshilik, lekin minus tarafi oldinda kimdir turgan bo'lsa, kutib turaveraman, signal chalmayman. Qo'rqib ketmasin deyman. Yo'q, men qo'rqaman-da. Men nimaga aytsangiz, menga kimdir signal chalsa yoqmaydi. Agar yosh kattaroq bo'lsa ham mayli 10 metrmi, 50 metrmi, yo'l kichkina bo'lsa kutib turaveraman. Chiroq yoqib ko'raman, sezilmasa sekin turaveraman. Iloji yo'q-da, chunki sal yaqinlashib ko'raman, ovozni eshitolmayman-da. Ovoz eshitilmaydi-da. Shunga aytaman, sun'iy bo'lsa ham ovoz qo'sh kerak ekan dedim keyin. Shuni ham hikmati bor deydi-ku. Ovoz kerak. Ovoz kerak. Ovoz banoga o'xshaydi-da. Xatoni oldin oluvchi signalga o'xshaydi-da. Men chet ellarga chiqsangiz borku, odamlar signal chalmaydi-da. Hayron qolasiz-da. Men ham odatdan umuman signal ishlatmayman. Juda favqulodda holat bo'lmasa signal ishlatmayman. Nimaga? Birovga zarar beradi deb hisoblayman. Signalda birovga zarar beradi deb Qanaqa hisoblayman. qilib yetib boryapsiz shunda? Ya'ni birovni haqqi deb hisoblayman. Tinchlik birovni haqqi deb hisoblayman. Shunga yetib borishgacha nima yetkazib borgan shungacha? Menda asosan ilm, ya'ni islom ilmlari. O'yladingiz-da? O'ylashga imkon topdingiz. Mana ilmni qilish uchun men aytaman, ilm juda qimmatda. Mana o'zingiz ham xususiy maktabga o'tgan inson sifatida ilm qimmat. Shunaqa, ilm qimmat. Xohlagan davr bo'lsin qimmat ilm. Hamma davrda ham ilm qimmat bo'lgan. Endi ilmni olib bo'lganingizdan keyingi jarayonda nima bo'ladi desa, mana shu sokinlik kirib keladi-da. Siz nima o'tkinchiligini bilasiz-da. Nima o'tmasligini ham bilasizda. Holatning A bilan B'dagi jarayonlarni ko'rib turibsiz-da, oldingizda. Endi nimaga u yoqda unaqa-yu, bu yoqda bunaqa desa, bizda hozir nechta shunaqa sifatli bo'lib qoldi ta'limda beradigan. Undan o'pkalash, o'zimizdan o'pkalash emas aslida. U yoqda zo'r sababi ularda u jarayonni o'tkazib bo'lishdi-da. Ular shoshmayapti hech qayerga. Nega shoshmayapti desa, chunki ular shoshadigan narsadan o'tib bo'lishdi. Biznikilar nimaga bunaqa desa, diqqat. Bu joyda daqiq ushlab tura olmaydi o'zini. Har joyga o'zini uradi, u yoqqa bu yoqqa. Nimaga? Chunki bugun chiqib ertaga nimadir uyiga olib kirish kerak. Shuni o'tirib ham qilsa bo'ladimi? Qila olmaydi-da hozir. Nechta nemis yoki avstraliyalik ko'chada mardikorlik qilib tirikchilik qilyapti. Siz jismoniy mehnat bilan shug'ullanar ekansizki, tabiiyki sizda charchoq bo'ladi. Va bu charchoq katta ehtimol bilan asabiy holatda ketadi. Aqliy mehnat bilan bo'lganingizdan keyin sizga sokinlik kerak bo'lib qoladi. 2 soat dars o'tib chiqing. Iloji bo'lsa 10 daqiqa hech kim gapirmasa siz maza qilsangiz. Ularda shu narsa kezyapti, bizda kezmayapti-da. Shuning uchun ne tashab ko'rganda balki deyman o'shani hisobigadir bizda ham. Ta'lim jarayonida yoshlar bilan ishlayotganingizda sizni eng qiynayotgan masala nima? Ya'ni hozir men uchun masalan bolalarda telefonga juda qaram bo'lib qolgani masalan qiynaydi. Va men ota-onaga aytayapman. Masalan, Najot ta'lim maktabida biz bolalarga ota-onaga aytayapmizki, bola umuman maktab telefon ishlatmaydi va tavsiya qilamiz, uyda ham ishlatmasin. Men aytaman, 15 yoshgacha bolaga telefon ishlatmasin. Agar ota-ona bola uchun yaxshilik qilmoqchi bo'lsa, notebook olib bersin. Chunki juda ko'p o'yinlar, virtual o'yinlar notebookga moslashmagan hozirga. Va ishlatish ham qiyin-da uni. Ishlatish ham qiyin, nari borsa yarim soat yoki 1 soat o'ynaysiz keyin zerikadi. Avtobusga ketayotgan paytda ochib qo'yib keta olmaydi-da. Shunaqa. Qiyin joy. Aziz akam ham shu fikrda aytganda, bizda ham xuddi shunaqa qo'yilgan. Men aytaman mana. Bu ko'ringani. Bu ko'ringan yuzaga chiqqan kupuk ust qismidagi. Hozirgi kunda bizdagi o'quvchining eng katta muammosi nima desa, diqqatni yetishmovchiligidir. Telefon ham, bular ham hammasi bular ana bu sabablarda, ana bu boshlanish nuqtalarida, ko'rish oqibatimiz, turgan nuqtasi. Bu tufayli paydo bo'lyapti, lekin eng asosiy muammo nimasi? Diqqatni yetishmovchiligi. Bu bitta joyda yetishmayapti bu diqqat. Nimadan paydo bo'lyapti diqqat yetishmovchiligi? Men eslayman misol uchun, bitta kitob tugatish uchun qancha vaqt o'zingiz ushlab turishingiz kerak majburlab. Eng qiziqqan kitobimni maktabga chiqmasdan tugatganman. Qiziqib ketib qolganman. O'sha kuni kasal bo'ldim. Alladim. Va kitob tugatdim o'shani misol uchun. Bir kun ketdi-da, lekin bir kun diqqatingizni ushlab turishingiz kerak o'sha kitob tugatish uchun. Xo'p, hozir shunaqami? Hozir hamma narsani tez qilish imkoniyati bor. Hamma narsani. Bizda men aytaman, hozirgi bolalarga nima kerak desa, tezlikdan qochish kerak deyman. Qachon tezlashish kerak desa, 18 dan keyin tezlashish kerak. Hozir ularga nima kerak desa, multfilmlar oldin 1,5 soatlar bo'lardi. Biz yoshlik davrimizda. Hozir 10 daqiqa bo'ladi. Oshib borsa 2 daqiqa bo'ladi. Oshib borsa 1 daqiqa qilsangiz uchadi.
kitob hozir o'qiydigan kitobda mana misol uchun oldingi klassik asarlarda o'tgan kunlarda o'zida ham o'zi pik nuqta bitta-yu. Aniq edi-ku pik nuqta. Lekin shu pikka olib borish uchun o'quvchini 300 betlik davondan oshib o'tkazadi. Aslida bitta nuqta-yu. Lekin o'shangacha sudrab olib boradi. Nimaga kerak ekan u desa, o'sha bizning anavimizni ushlab turish uchun-da. Bolaga hozir nima kerak esa diqqatni shakllantirish kerak deyman. Diqqatini qanaqa shakllantiramiz desa, qiynash kerak ozgina. Men haligacha tushunmaydigan haqiqatni yaqinda tushunishni boshlaganman. Dadam bizni yozda qo'limizga ketmon tutib, hech qanaqa lagerga ham boshqasiga ham jo'natmasdi, qishloqqa yetib qo'yardilar. 3 oy kanikulda biz katakxonani buzib qaytmay ko'rardik. O'tinlar yig'iladigan joyni boshqa joyga ko'chirardik. Shuni umuman tushunmaganman nimaga qilishimizni. Men hozir ham tushunmasdim ba'zan. Nimaga tayyor bor mana katak turibdi, shu doimiy turmaydi. Shu buzishdan maqsad nima deb rosa o'ylaganman-da. Balki omdiy qilgandirlar. Hozir so'rab bir bilishim kerak. Balki boshqa sabablari bor deb. Men o'ylagan bitta narsa bo'ldi. O'sha jarayondagi mehnatni qilayotganda siz ongli qilasizmi, ongsiz bajarasizmi endi? Buzish har doim bo'lsa. Ongli bajarasiz. Har doim bo'lsa. Har doim bo'lsa. Refleksda endi u. Ha. Endi har doim-ku refleks, ongsiz bajaraverasiz. Lekin necha soat ishlashingizni bilasizku. 1 soatmi, 2 soat ishlaysiz. 2 soat mana birinchisida diqqat bilan qilganingizni ikkinchisida qilmaysizda. Natijada sizda 2 soatlik mehnatga refleks shakllanadi. Hozir bitta bolaga qo'liga kitob berib, yoz qani desa, shu 10 daqiqadan keyin atrofga bunday qaraydi. Nima bo'lar ekan deydi. O'tirib 1 soat qimirlamay yozish uchun nima qilish kerak desa, u refleksga aylantirish kerak. Haqiqatan hozirgi bolalar insho yoza olmayapti. Yoza olmaydi. Shokdaman. Ya'ni imlo xatosiz yoza olmayapti. Qanday qilib deyman? Fikr kelmayapti. Mana yozish mayli, imlo xatosini qo'yavering. Mana Rahimsku grant beradi, bitta qismida insho bor. Inshosini odatda azaka bilan biz o'qiymiz, men o'qiyman. Oxirgi 3 yilda shunaqa bo'ldi. O'qisangiz, yuragingiz yorilib ketadigan chiqadi. Yuragingiz orqaga tortib ketadigan chiqadi. Yuragingiz orqaga tortadigan nimadan kelib chiqadi desa, fikrni shu darajada sayozligidan kelib chiqadi. Mana bittasi inshoni aytaman misol uchun. Orzudagi maktab qanaqa bo'lish kerak desa, stullari yashil bo'lish kerak deb boshlagan. 2 qismdan iborat bo'lish kerak. Mana hazillashib aytganman, ismida oxiri direktor aziz bo'lsin deb yozmabdi ekan deganman-da. Mana bu inshoni, inshosi uni dunyo qarashini ko'rsatyapti. Xuddi mana shu narsani muammosi bor-da. Nimaga yoza olmaydi? Nimaga insho zo'r chiqmaydi? Chunki tafakkur yo'qmi? Ha, kuzatish yo'q. Nimaga kuzatmaydi atrofni? Chunki telefon bilan band. Xuddi shunaqa. Mana misol uchun ikkita narsani bir-biriga urilganidan ko'rib turib hukm chiqarasiz. Nimaga paydo bo'lganini shuna qarab turib, ha, shu tufayli bo'ldi-ku deysiz-da. Lekin qaramasangiz qanday qilib hukm chiqarasiz o'zingiz uchun? Bilishni asosida nima yotadi desa, fikr, xulosa, hukm yotadi. Fikrlasangiz xulosa paydo bo'ladi. Xulosa paydo bo'lsa hukm chiqadi. Hukm chiqsa xarakter shakllanadi. Endi fikr yo'q, xulosa qayerdan paydo bo'lsin? Xulosa chiqmadi, hukm chiqmadi. Hukm chiqmadi, qat'iyat yo'q, xarakter yo'q. Xarakter yo'q, u bola, boshda aytganingizdek, vatan meniki deb otilib chiqa olmaydi keyin. Nimaga? Chunki xarakteri yetishmaydi, kuchsizlanib qolgan. Shuning uchun bitta qiyinchilik bo'lsa, mana eng og'iri bor. Turmushda kim osondagi? Birinchi qiyinchiligini mushuni yegandan ajrashib ketadiganlar solmaydi. Mana o'qitayotganimizda juda ko'p ko'rasiz bevalarni. Keladi bolamda o'qiting, bunaqa qiling. Nimani hisobga bo'ladi shu? O'sha mushiga chida olmaydi. Nimaga? Chunki xarakteri yo'q, chidaydigan. Xarakter nimaga shakllanmagan? Chunki hukm bermagan o'ziga hech qachon. Nega hukm bermagan? Umrida biror marta xulosa chiqarmagan. Nimaga xulosa chiqarmaydi? Chunki fikrlamaydi. Nega fikrlamaydi? Kuzatmaydi. Kuzatmagandan keyin qanaqa qilib undan odam topa olasiz? Bolani shunday qo'lidan olib turib atrofga chiqarib, mana dars o'tgan vaqti men ko'chaga chiqib ko'p dars o'tardim. Oddiy yerga o'tkazib boshqaga. Nimaga? Chunki siz o'sha yerda dars o'tsangiz, bola kuzatadi. Mashavina degan ta'lim bo'lgan. Xorin ar-Rashiddagi qurgan Baytul Hikmat davrlaridagi o'tganda. Yurib dars o'tish urf bo'lgan. Nimaga? Chunki yurib dars o'tsangiz, ne ko'rasiz, qaraysiz, atrofga o'tasiz, siz ham o'rganasiz, ham kuzatasiz. Va real xulosani bir vaqtda o'zida olasiz. O'sha uchun kerak bo'lgan. Biz ham shuni qilsak, ko'proq narsa o'zgaradi. Oppoq devor bilan bitta doska aslida bizni cheklaydigan narsa. Lekin ustoz agar bo'lsa, okeanda suvdan tortib, sohilni bo'yigacha o'zi olib chiqib qo'yish kerak. Dunyoni ustiga olib chiqib, qaytadan tushuntirish kerak. Ko'rsatib olsangiz, ertaga keyin fikrlab ketaveradi. Menda shu deb o'ylayman xatosi. Zo'r. Haqiqatan biz ota-onaga tushuntirishimiz kerak. Farzandingizni yaxshilik qilmoqchimisiz? Oddiy telefon bering. Iloji bo'lsa hozir kerakmiz.
Umuman kerak emas. Men o'ylayman, bola 9 sinf yoki 10 sinfgacha umuman kerak emas deb o'ylayman. Balki 10 sinfdan keyin aynan hali o'yinlarga qiziqish davri o'tib bo'lgandan keyin, O'zini o'zi his qilishni boshlagandan keyin. his qilish boshlagandan keyin berish kerakdir. Shuni ham tushuntirib, o'g'lim yoki qizim, bu telefon o'ynash uchun emas. Shunaqa davring keladi, o'ynaysan, rohatlanasan do'stlaring bilan birga, lekin hozir emas. Hozir seni mashaqqat chekadigan davring. Mashaqqat haqida ham juda zo'r gap aytdingiz. Birovni mashaqqat chektirish degani urish yoki so'kish kerak degani emas. Uni aniq intizom bilan tarbiyalash kerak deb o'ylayman. Ko'p ota-onalardagi muammo, ular to'g'ri vazifa berishda bilishi mumkin, lekin to'g'ri natijani so'rab olishni bilmaydi. Men odatda yaxshi murabbiy qanaqa murabbiy bilasiz? Men uchun to'g'ri vazifa berishni biladi va to'g'ri qabul qilib oladi. Boshida yoshlar uchun bu qiyin tuyulishi mumkin. Oradan kunlar o'tadi, haftalar o'tadi, oylar o'tadi va bunga odatlanadi va hayot tarzi shunga o'zgartiradi. Oradan 1 yil o'tadi, 2 yil o'tadi, qarasa boshqa bir insonga aylanganini ko'radi. Kichik detallardan yirik olishadi. 1% yaxshilanish har kuni. Ko'p emas. Lekin orqaga bitta qarang-da. Hayotingiz o'zgargan. Hayotingiz boshqacha bo'lgan. Bizga shunaqa muallimlar kerak hozir bizga. Ya'ni yaxshi gap aytishni hamma biladi, lekin yaxshi qildira olish bu boshqa ilm. Ha. Bu daraja bu. Bu daraja bu. Bu daraja. Uni qiymati uzoq bo'ladi. Yaxshi mavzu aytib o'tdingiz ajralishlar haqida. Ya'ni men o'ylab ko'rmagan ekanman. Hozir juda yaxshi rakursdan qaradingiz. Odamlar ozgina muammolar uchun ajrashyapti. Ya'ni ajrimlar soni borgan sari ko'payib ketyapti. Bu ham yana ta'limga va kuzatuvga borib taqalyapti-da. Qarang. Ya'ni kelajagi nima bo'ladi deb o'ylamayapti ikki taraf ham. Ha, nimaga desa, chunki undan oldin kim uni kelajagi, shunaqa ajrashganning kelajagi nima bo'lganini ko'rmay qo'yganda, kuzatmay qo'yganda. Kuzatmaganning hisobiga bu yerdagi narsa noaniqlik-ku. Noaniq bo'lgandan keyin hamma o'ziga mosini tanlaydi. Nahotki kuzatish shu darajada qiyin bo'lsa edimi? To'xta, barakalloh, qara. Ko'chaga qara, farzandingni o'yla. Eng kamida. Rostdan qiyin. Nimaga? Rostdan qiyin. Chunki kuzatsangiz siz azoblanasiz hozirgi zamonda. Yo'lga shunday mashinangizga o'tirib haydang. Ikki chetda ketayotgan vaqtingizda bir svetoforga to'xtab qolsangiz, oldingizga pul so'rab keladigan bitta bolani ko'rasiz. Shunchaki o'tib keta olasizmi? U mayli yolg'ondan kelib pul so'rayotgandir. U boshqadir, nimadir, lekin yolg'ondan so'rab kelayotganligi ham fojia. Rostdan so'rab kelayotgan bo'lsa ham fojia. Atrofdan ketib borayotgan yo'lingizning ikki chetida axlatga to'la ikkita ariqni ko'rasiz. Va har doim mashinangiz bilan o'tayotgan vaqtda suvni o'tsa, nimaga shunaqa ekan deysiz. Mana shuni o'zi kuzatsangiz ham fojia. Buni har bittasini ko'rib yurib, o'ylab ketaversangiz, siqilib ketaverasiz-ku. Nimaga ekan deb o'ylayverasiz. Shuning uchun kuzatish qiyin-da. Nima qilish kerak eng zo'r? To'g'ri yo'lga qarasangiz va avtopilotga tushirsangiz, miyangizni avtopilot qilsangiz-da, xayollaringiz bilan ketsangiz va buni imkoniyatini hozir juda oson berishadi. Hamma mashinada telefon bor. Bemalol virtual sayohatingizni tashkil qilib beradi sizga ohang bilan va ketaverasiz. Natijada bu qaramaysizda bu yoqqa qarash osonroq. Kuzatish kerak bo'lmaydi, chunki hozirgi davrda kuzatish rostdan azob. Buni chetdan qarab tursangiz, mana puli yo'q, o'qishni xohlaydi. Rostdan xohlaydi, yuragidan xohlaydi. Puli bor, hayotini buzishni xohlaydi. Siz hayotini to'g'rilamoqchi bo'lsangiz, sizni yo'qol deydi. Siz uni ham ko'rib turasiz. Kuzatishda azobi shu-da. Shunaqa azob. Yordam bergisi keladi ba'zida. Ey barakadorki, bu noto'g'ri qilma. Yo'q, qilaman. O'sha uchun ham ko'pchilik nimaga o'tib olgan? Kuzatmaslikka. Kuzatmaydi, tinchgina yashaydi. Bu xato lekin. Men Bu xato, bu xato. masalan, men ko'p yoshlardan so'rayman-da, dunyoda nima bo'lyapti, vatanimizda nima bo'lyapti, kuzatib borasan desam, yo'q deydi. Men axborot oqimini chekizmayman deydi. Baraka topkur. Axborot oqimini tushunaman, lekin vataningda va dunyoda nima bo'lyapti, geosiyosatda nima bo'lyapti, iqtisodiyotda nima bo'lyapti, kunlik xabarlarda, ya'ni sarq matbuot demayapman. Masalan, Kun.uz'dadir, boshqalarda televideniye kanal kuzatib olib, yangiliklar insight sifatida qabul qilib olish uchun yoki YouTube'da qo'yib olib ishga ketayotganingda kunlik digestlar olish kerak. Masalan, shaxsan o'zim shunaqa qilaman. Menda ham Kunlik va dunyoda nima bo'lyapti, siyosatda nima bo'lyapti, vaziyat qanaqa, hammasini bilib boraman. zo'r gapi bor-ku, siyosatga aralashmasang, siyosatga aralashmaydiganlar ham seni hayotingga albatta aralashading. Shunaqa holat bo'ladi. Siyosatga qiziqmayman desa, siyosatga qiziqmasang, o'sha qiziqmaganlar seni hayotingga qiziqadi albatta deydi. Bo'ladigan taqdirga o'zimiz ko'namiz va o'zimiz rozi bo'lamiz odatda. Yengilini tanlaganmizda, og'irdan qochish uchun. Badiiy adabiyotlar o'qish kerakmi? Siz ba'zida aytib o'tgan ekansiz, shaxsiy rivojlanish kitoblari fast-foodga o'xshagan joyi bor ekan. Umuman kitoblar mavzusida to'xtalaylik. Boshdagi bilan bog'lashib ketaman. Shaxsiy rivojlanish kitoblarida fast food degan sababini aytaman. Unda aniq yozilgan nima qilishingiz. Aniq bor-da. Aniq bor mana. Og'ayni, bugun ertalab chiqasan, 100 ta turnik tortinasan, 1 yildan keyin seni qanoting mana shunday bo'ladi.
Shuni bola qiladimi odatda? Intizomiga bog'liq. Intizomiga bog'liq. Qiladi, intizomiysi qiladi. Xuddi shunaqa. Endi badiiy asar nima desa, men doim aytaman, badiiy asarni ichidan topib olish kerak. Ma'nosini topib olish kerak. Kurashasizda, mag'zini topishga harakat qilasiz. Birgina Said Ahmadni, yana kelinlar qo'zg'oloni o'zidan ma'no chiqarib olaman desangiz, men o'tirib qaraysizda 7 ta kelin deysiz, 7 ta kuyov deysiz, 7 ta o'g'il deysiz, 14 ta bo'ldi qo'shsa deysiz. Farmon bibini o'zi qo'shsangiz 15 ta bo'ldi deysiz. Sovet ittifoqi 15 ta respublika edi-ku deysiz. Bitta Rossiya deysiz, 14 ta bularni hisoblasangiz respublikalarda deysiz. Eng oxirgi kirganlari Latviya, Litva, Estoniya bo'layotgan bo'lsa, eng kichkina kelin ancha anavi edi, jizaki edi, mustaqil talab qiladigan edi deysiz. Va natijada bu yerda ular oylik olgan paytda kovushning ichiga yashirib, tuflisining ichiga yashirib olsa ham farmonga bittalab tortib olayotgan edi deydi. Hammasini bir so'mgacha hammasini olayotgan edi deydi. Va natijada deydi, bu o'sha davr emasmi deydi. Hammasini budjetini markazga yig'ib, tillasi bormi, gazi bormi, kumushi bormi, oltini bormi olardi va keyin qaytarib berardi. Va bunga o'zingiz haqiqatingiz bilan yetib borganingizdan keyin ne qaraysizda, u sizni tark etadimi? Buni yo'qotish uchun men badiiy adabiyot kuchini shunda ko'raman-da. Badiiy adabiyotni balki buni o'ylab yozgandir Said Ahmad, balki o'ylamay yozgandir, bilmayman. Lekin men shuni o'zim uchun olganimda, bunday qarab turib o'ylaganimda aytaman, ha deyman. Nimaga bunaqaga bo'lmaslik kerak deyman-da. Badiiy adabiyotni kuchi nimada beradi desa, badiiy adabiyot yig'latadi. Yig'lagan vaqtingizda qalbingiz ozgina tozalanadi. Keyin sizga yo'lini ko'rsatadi. To'g'ri, birdan zo'r qila olmaydi. Sizga formula bermaydi. Formula bermaganligi hisobiga odatda uncha xush ko'rilmaydi va tushunilmaydi ham. Hozirgi zamonda lekin tez o'qiladigan kitoblar bor. Ayniqsa shaxsiy rivojlanish kitoblari. Men o'qiganman, o'qimayman emas, lekin shularni aytaman, qisqa muddatga zo'r ta'sir qiladi deyman. Ne o'qiganingizda voq deysiz, birdan aql. Ha, haqiqatan badiiy kitoblar zo'r taraf tafakkurni ochadi. Ha, shu o'ylashga majbur qiladi. O'ylashga majbur qiladi. Nimaga buni o'ldirib qo'ydi deysizda? Majbur bo'lasiz-da. Bunday qarab turib Raskolnikovni, mana nima o'zi u Raskolnikov haqidagi voqea, jinoyat va jazoda nima o'zi uni o'sha bolta bilan borib o'ldirishmi? Aslida nima desa, men shu uchun Raskolnikovning holatini oddiy tushuntiraman. Bu ustozning holati bu. Raskolnikov bu ustoz bu. Nimaga? Chunki ustozlarning hammasi buyuklikka da'vo bo'ladi. Ichida nimadir o'zgartirish kerak-da. O'ldirib qo'ygan kampir kim desa? Kampirda emasda, jiyanda edi hamma narsa. Ya'ni siz bir bolani bu hayotdagi yomonligini tuzataman deb, yaxshi bir bolani ham o'ldirib qo'yish mumkin-da. Ya'ni gapirayotgan vaqtimizda, "Ey, sen palonchasan" deb do'q qilganimizda, yaxshisi qolib yomoniga o'tib ketishi mumkin qoladi-da. Badiiy adabiyotdagi holatda men olgan rohatni holatini aytmoqchi edim shu. O'zim ham yaqinda bitta badiiy adabiyot o'qidim. Tugatganim Minafsha shu'lasi. Zo'r kitob ekan. Men ayniqsa shu kitobni yosh qizlar o'qishni istagan bo'lardim. Yosh, ya'ni balog'atga yetayotgan qizlar o'qishni istagan bo'lardim. Ota-ona olib bersa ham bo'ladi. Lekin juda zo'r kitob. Inson tafakkur qilishga chorlaydi. Undan oldin Shahmat ustiga qotillik degan kitobni o'qidim. Insonga ishonch berish haqidagi kitob. Ya'ni sizni eng qiyin pallangizda sizga ishonuvchi odamlar bor. Bunday kitob o'qib bo'lgandan keyin mana shunaqa insonlar nechtaligini keyin sanab ko'rdim. Alhamdulillah ko'p ekan. O'zi umumiy-da, ya'ni men shunaqa deb hisoblayman-da. Lekin ko'rasiz, o'sha hayotda sizga eng og'ir pallada ham, eng qiyin vaqtda ham sizga ishonuvchi odamda bo'lishligi katta rol o'ynashligi haqida kitob. Shahmat ustiga qotillik zo'r asar ekan. Binafsha shu'lasini ham o'qidim, zo'r kitob. Ya'ni yoshlarda o'zgartiradigan kitob. Ya'ni bir qiz bo'ladi, u o'ta shaddod bo'ladi. O'ta nima deydi, egosi yuqori bo'ladi-da. Men degan odam bo'ladi. Dadasi o'ta boy odam bo'ladi. Men. Faqat men, fikr menda. Bu o'sha qizni o'sha fantastik asar qilingan, lekin juda yoqdi menga. Asar juda zo'r. O'sha tafakkurni qaymog'iga borganingiz uchun. Ha, ya'ni fikrlashga majbur qiladi-da. Ya'ni siz turli rakursdan, men badiiy kitoblarda jamoaviy muhokama qilish juda yaxshi ko'raman. Nega bilasizmi? Chunki u men boshqa rakursdan ko'raman-da. Siz boshqa rakursdan ko'rasiz, boshqa odam boshqa rakursdan ko'radi. Menda jamoada bu klub bor alohida. Zo'r. Biz har hafta, mana hozir shanba kuni bo'ladi, kelayotgan shanba kuni o'tirib muhokama qilamiz. Zo'r. Endi ko'rasiz, debat bo'lib ketadi ba'zi. Ha, o'shani qaymog'idan natija chiqadi. Maktab boshlangan birinchi Ibn Sinoda 2 haftaning bir jumasida kitob muhokama qiladigan bo'ldik-da. Va kitob tanlab olardik. Ustozlar kirdi, xuddi shunaqa. Birinchi otamdan qolgan dalalardan boshladik. Zo'r asar. Nimaga desa, shuni bu olish uchun, keyin o'lik shoirlar jamiyati shunaqa ulab ketdik, sekin-sekin. Va bir sura orada bir anova bo'lib to'xtatdik. Va bugun xursand bo'ldim, bitta ustoz keldida eslatdi. Ustoz shuni to'xtatib qo'ydik. Nimaga qaytarmayapsiz dedi.
Xursand bo'ldim. Yana qaytib boshlaymiz, xudo xolasa. O'qilishi kerak bo'lgan qaysi 3 ta kitob tavsiya qilasiz? Mana o'zingizga yoqqan, ma'qul bo'lgan, ya'ni haqiqatdan Badiiy asardanmi? istalgan asaringizdan o'zingiz uchun ma'qul bo'lgan 3 ta asar. Menga ko'p anavi bergan Tarix Muhammadiy bosim beradi baribir. O'ylashga majbur qiladi. Asar nuqtai nazaridan olyapman shuning uchun yozilganlaridan. Boshidagini aytmaslik sababi uni biz yozmaganmiz baribir. Ikkinchisida menga ko'p anavi bergan, dard bergan kitob O'tkir Hoshimovning Ikki eshik orasi kitob. U ham mana bu salmoqli bir yurakni ezadi. Kitobni maktab paytida o'qiganman-da. Men ham shu. Yig'lab o'qiganman. Dunyoda urush bo'lmasin deganman. Dunyoda urush bo'lmasin. Dunyoda onalar farzandsiz qolmasin. Dunyoda insonlar och qolmasin. O'tkir Hoshimov hamma asarida dard bor. Haqiqatan dard bor. 20-asrda shunday men har doim O'tkir Hoshimov 20-asr. Shunday ochib qo'yganda. Juda ko'p kitoblarda bilinadi. Yozuvda tasvir berganda, o'qigan vaqtingizda kino ko'rasiz-da. Ya'ni siz o'qimaysiz, kino ko'rasiz. Shuning uchun mixlab qo'yadi, shuni joyiga o'tkazib qo'yadi. Va shuning uchun ham O'tkir Hoshimovda. 3-kitob holatidagi jarayoni realistik yovuzlikni ochgan deb o'ylayman men odatda. Shu Dostoyevskiyning kitoblari. Bittasida bo'lmaydi. Telvasi ham misol uchun psixologik nuqtai nazardan odamni tushunishga ko'p urg'u beradi. Shu 3 ta bo'lsa kerak. Maqsad va rejalar. Nimalarni o'zingiz uchun orzu qilasiz, nimalarni o'zingiz uchun maqsad qilasiz? Bitta orom kursi, keyin sariq qog'ozlardan 1000 ta, keyin bitta ruchka va moddiyatdan uzilganman va kitob yozaman. Bu meni eng pik orzuyim. Ha, ya'ni kitob yozishni orzu qilasiz. Nima haqida kitob? Sukunatni shovqini haqida. Ajab gap bo'ldi lekin. Sukunatni shovqini. Va bu mening orzuyim shu. Maqsad shunga yetib borish, shunga yetkazib borish. Ichingizdagi tashqaringizga chiqishi va qanaqa yo'l bilan bilmayman, lekin shu yo'l bilan olib borish. Va borsam kerak, shu maqsadga harakat qilyapman. Ta'limdan uzoqlab ketmayman. Nimaga? Chunki bu orqali olib boraman. Aytib olgancha aytaman. Aytolmaganimni yozaman deganman o'zim uchun. Shu yozishgacha yetib borish. Keyin aytayotgan she'rimda ham yozadigan darajaga chiqish. She'r bilan yozib, she'r bilan tugatay. O'rtasida nasr bo'lsin. Shu. Johir aka, rahmat ketgan bugungi suhbat uchun. Chin dildan xursand bo'ldim. Salomat. Tarix bo'yicha debatlar qilsak bo'lar-ku. Ya qaysi mavzuni olib gaplash menga juda yoqadi. Xudo xolasa. O'zimga ham tarix bo'yicha kimdir safarlarga tarixchilar bilan chiqib qolsam mendan xursand odam yo'qda. Tarixga qiziqaman-da o'zim. To'xtamasdan gapirib boradi-da. Ya'ni tarixdagi qaysi holatlarda rostdan turli rakurslardan ko'rishni ham o'zim uchun qiziq. Masalan, nima uchun bunaqa bo'ldi? Ya'ni buna bo'lmasligi uchun nahotki iloj bo'lmadi. Masalan, oddiy Toshkentga bostirib kelingan nahotki bir-biriga yordam berishmadi. Yetib kela olmadi degan gap. Ha, ya'ni bu ancha muddat bor edi-ku o'rtada. Endi keyin ko'raman-da, o'zimizdagi ba'zi holatlar ko'rib qolaman-da, ha, bu holatda biz ularga yordam bermadik deyman. Imkon bor edi. Situatsiyani o'sha payt ichkaridan bila olmaymiz, baribir. Nimanda yozilgani bo'yicha ko'ramiz. Shuning uchun rakurslar aytavergan sari kuzatish-ku bu. Mana atrofni kuzatish. Tarix nima desa, tarix qo'pol qilib aytganda qisqa fursatda ko'p narsani kuzatishda. Fikrlashga osonroq beradi-da. Shuning uchun ham balki ko'p davlatlar tarixni asosiy fikrlash manbai qilib qo'ygandir. Johir aka, rahmat ketgan. Katta rahmat tashrif uchun ham, aytganingiz uchun ham. Endi biz sizni kutaylik. Bir suhbat qilib bering. Rahmat ketgan. Salomat bo'ling. Rahmat.